Demak, boshladik. Bismillah. 10 ta haftadan iborat bo'ladi darsimiz. Bugun strategik boshqaruv haqida dars bo'ladi. Keyingi safar taktik boshqaruv, 3-4 haftamiz o'quv bo'limi, 5-haftamiz moliya, 6-7 sotuv, 8-9 marketing, 10-si diagnostika. Ishxonamizni diagnostika qilish bo'yicha bo'ladi. Xo'p. Big Dataga kelmaganlar nechta? 2 hafta oldin. Shuna qo'linglarni ko'tarib oling, bitta ko'rib oling. Big Dataga kelmaganlar. Yaxshi. Endi meni tanimaydiganlar nechta? Tanimaydiganlar. Ha, bor ekan. Bo'ldi. Tanimaydiganlar 4 kishi bo'lsa ham bor ekan. Shuning uchun birra o'zimni tanishtirib qo'yaman. Meni ismim Ahror Xo'ja. 12 yildan beri shu Chem Centerlarni tizimlashtirish bilan o'rganib, shug'ullanib yuribman. 8 yildan beri, 9 yildan beri upravleniyasi bilan yuribman. Shu paytgacha 10 tadan oshiq ishxonani tizimini qurib, savdosini oshirganmiz. 700 millionlab, 70 ming dollarlab qarzga kirib ketgan ishxonalarni qarzdan ham chiqarganmiz. Eng yirik keyslarimiz bittasi 800 ming dollar qarzga kirib qo'ygan, o'sha bilan shug'ullanganmiz. Bu ham hozir ishlayotgan joyimiz, bu boshqa joy, u 800 ming o'tmas. Bo'tga ham yaxshigina pul tikilgan. Mana shu o'tirgan etajlar bor. 1 million 250 ming dollar pul tikilgan shu etaj o'ziga. 1 millioniga sotib olishgan, 200 mingga remont qilishgan, 50 ming marketing qilishgan. Kelgan paytimda o'quvchi soni sal kamroq edi. Oylik оборот 40 million so'm edi. Shu 40 million so'mlik оборотni hozir biz buni 500 milliondan oshirdik oyiga. Ya'ni yillik 6 milliarddan oshdi va o'tgan 2 hafta oldingidagi Big Data'dagi darsimizda nima instrumentlarni ishlatganimizda shu bo'ldi, shu haqida dars bo'ldi. Endi bugun esa shu instrumentlarni qanday ishlatamiz haqida gaplashamiz va 10 hafta shu haqida gaplashamiz. Qiziq joyi, bu joyda 40 million so'm оборотli joyda oyiga katta marketingga pul ishlatilyapti. 5 ming dollar marketingga pul ishlatilyapti. Men marketingga pulni 5 ming dollarga emas, 1000 dollarga tushirdim. 5 baravariga kamaytirdim. Lekin savdoni 10 baravariga ko'tardik. Ya'ni o'rtoqlar mijoz ko'payishi marketingga pul ko'payishi bilan proporsional emas. Shu narsani tushunib olishingiz kerak. Marketingga qancha ko'p pul sarflasam, savdo shuncha ko'payadi deb o'ylamanglar. Agar sizda ko'p teshuvlar bo'lsa varonkada, marketingga qancha pul tiksangiz ham bari yo'q ketaveradi. Va 70 ming dollar qarzga kirib qo'ygan ishxona ham marketing katta pul tikkanidan yo'q, ana dabdab chiqib ketganingiz. Ana endi biz shu teshuvlarni yopishni o'rganish bilan shug'ullanamiz. Xo'p. Boshladik. Demak, Big Dataga kelmaganlar bo'lsa, bir ro'y eslab olamiz. Kelganlar, kelmaganlar. Biznes o'zi 5 ta yo'nalishni qamrab olardi, 5 ta qadamni qamrab olardi. Birinchi qadami CGM ichidagi birinchi qadami tanilish. Va shu o'zi instrumentlar ikkitaga bo'linadi. Katta instrumentlar va kichkina instrumentlar. Katta instrumentlarda eng kattasi CGM va EGM. Butun kurs davomida shu CGM va EGM haqida gaplashamiz. Keyingi darsimiz EGM haqida bo'ladi. Endi CGM o'zi 5 qadamdan iborat bo'ladi. Tanilish, ishonch, sotuv, qayta sotuv, tavsiya. Darsga keyingi safar oxirroq kelinglar, iltimos. Xo'pmi? Ana dars 11 da deysiz, 11:30 da boshlanadi deb o'ylagansizlar-dek. Bunaqa emas. 11 da boshlanadi. Yaxshi. Demak, istagan payt siz mijozlarni ko'paytirish uchun mana shu 5 ta ketma-ketlikka qarashga majbur bo'lasiz. Juda ko'p o'quv markazlari Chem Centerni ochgandan keyin kelinglar deydi. Bizda koreys tili fanlari bor. Biz Koreyaga o'qishga jo'natamiz. Kelinglar, biz ilmiy metodologik asoslarini o'rgatamiz. Kelinglar, biz ingliz tilini o'rgatamiz. Kelinglar, bizning maktabimiz o'qisanglar bo'ladi. Kelinglar, biz Correctun Centerimiz, kelinglar, biz ingliz tilini o'qitamiz deyshadi. Deb reklama berishadi. Taxminan 1-2 postda Telegramda, Instagramda video, rasm, ko'rinishda shu narsa bo'ladi va odamlarga ham shu haqida aytishadi. Endi savol bermoqchiman. Instagramda shunaqa video chiqishi, 1-2 videolari shu haqida chiqishi to'g'ri ekanmi? Yo'q, noto'g'ri ekan. Nima deyishim kerak? Men ingliz tilini o'qitgandan keyin ingliz tilini o'qitaman deyman-da. Nima deyman? Oshpazlik o'qitaman demayman-ku. Koreys tilini o'qitsam, chet elga o'qishga jo'natsam, shunaqa deyman-da. Nima deyishim kerak men? Siz hech qachon birinchi qo'yayotgan postingizda, birinchi 10 talik postingizda nimani sotmoqchiligingizni primoy aytishingiz mumkin emas. Ruxsat yo'q unga.
Lekin SMMchi olsangiz, marketolog olsangiz, birinchi qiladigan ishi biz koreys tilini o'qitamiz, chet elga o'qishga yuboramiz, davay deb video qo'yib oladi. Dabdala chiqib ketdi profilingiz. Mumkin emas unaqa qo'yish. Nima qo'yishim kerak unda? Masalan, men oyoq kiyim sotsam. Biza qishki, yozgi oyoq kiyimlarimiz bor deb reklama qilish mumkinmi birinchi, ikkinchi videoda? Mumkin emas. Uni nima qilaman? Nima qo'yaman? Sotadigan kursimni aytmasam, shu xizmatimni aytmasam, nimani aytaman? Nima deb o'ylaysizlar? Tanilish bosqichida nimani aytsak bo'ladi? Foydani. Zo'r. Masalan, nima? Qanaqa foyda? Nimaga o'qish kerak? Kelishib olamiz. Любое время mana shu sotuv va marketingga aloqador gapinglar to'g'ri-noto'g'riligini tekshirmoqchi bo'lsangiz, bitta filtr bor. Shu filtrni o'rganib olamiz. Bu filtr qanaqa filtr desa, sotuv protsessi, marketing protsessi to'y protsessi bilan bir xil. Hozir solishtirib tushuntirib beraman. Bolani uydagilari sovchilikka borish kerak qiz uyidagilarga. Va bolani oyisi telefon qilib, qizni oyisidan adres so'rayapti. Manzilingiz qayerda? Borsangiz bo'ladimi? Falon kuni, piston kuni degan adres so'rayapti. O'sha paytida o'sha ona, yigitning onasi aytadimi? Mani o'g'lim falon joyi direktori, falon mashina haydaydi. Shu adresingiz qayerda? Shunda borib sizlarga sovchilikka bormoqchi edik. Agar ma'qul bo'lsa, to'yxonani ham variantlarini olib beraman. Bizda ingliz va rus tili kurslari bor. To'yxonani ham variantlarini olaman, bitada borib tanlab olamiz. Deydimi birinchi suhbatda? Desa nima bo'ladi? Tentaymi bu deydi. Namchi shoshqaloq ekan deydi. Ana endi siz o'zingizni biznesingizni marketingini yurg'izayotganingizda srazi bizda koreys tili bor, ingliz tili bor, chet elga jo'natamiz, u qilamiz, bu qilamiz degani bizni yigit, biznesmen, direktor, bir narsa, mana bunaqa mashinasi bor, shunga mana bunaqa domlani taniydi, shu domla o'qib qo'yadi, nikohini ham. Uylarga boraveraylikmi sovchilikka deganga o'xshagan gap. Sovchilikka borilayotganda kuyov haqida hech narsa aytmasdan turib boriladi. Va sovchilikka borganda ham borgan kuni mana 2-chi, 3-chi, 4-chi videolar saqlab ketyapti. Borgan kuni aytiladimi? Qizni pasportingizni olib chiqing. Shunda borib zaksga arz tashab ketaylik, vaqtdan yutamiz. Baribir 30 kun kutish kerak ekan u. Zaksdan o'tish uchun. Rayonda zaksi 30 kun kutib turadi. Doktordan o'tish kerak orada. Sovchilikka borgan kuni kuyovning ota-onasi, onasi aytadimi? Kelinni pasportini olib chiqing, kelinni ham o'zini olib chiqing, birinchi uchrashuvga chiqqan biri to'la zaksga arz tashab kelishadi deb aytishadimi? Yo'q. Lekin uchinchi sentrlar nima deydi bilasizlarmi? Telefon gaplashish bilan. Sizni probni darsga yozib qo'ysam bo'ladimi deydi. Mumkin emas unaqa deyish. Umuman mumkin emas. O'zi birinchi marta gaplashyapti mijoz bilan uchinchi sentr. Birinchi dars, birinchi suhbatda o'zida keyingi suhbat uchun probni darsga yozib qo'ysam bo'ladimi? Probni darsga kela olasizmi deyshadi. Endi sizlar aytishingiz mumkin. Mijoz bo'lgandan keyin probni darsga keladi. Aniq u, o'zi o'qimoqchi-ku. Bilaman. Qiz ham turmushga chiqmoqchi. Hamma biladi. Lekin qiz bola bilan birinchi sovchilikka borildi birinchisi, ikkinchisida sirazi yuring, ana masjidga borib keldik, domlan gaplashib kelamiz demaydi-ku kuyov. Shoshmaslik kerak. Shoshdingiz degani bo'ldi, yutqizasiz degan. Sizning ishingiz birinchi bo'lib tanilish. Faqat tanilasiz. Tanilish uchun life hack video chiqarasizmi, foydali video chiqarasizmi, odamlarga shu nimadir o'rgatadigan video chiqarasizmi? Tanilish bilan shug'ullanasiz, keyin ish ochishga kirasiz. Siz haqingizdagi odzivlar. Siz bilan ishlaganlar nima bo'lgan, siz bilan ishlaganlar qayerga kirgan, siz bilan ishlaganlar qayerga o'qishga ketgan, ishga kirgan, nima o'rgangan, IELTS olgan. Shundan keyin nima kursingiz borligi, qachonligi keyin aytasiz. Ungacha yetishga haqqimiz yo'q o'rtoqlar. Demak, CJMni ketma-ketligi mana shu 5 ta ketma-ketlikdan iborat bo'lar ekan. Tanilish, ishonch, sotuv, keyin qayta sotuv, tavsiya.
Bu haqida butun kurs davomida gaplashamiz. Hozir hammani fikrini bir joyga yig'ib olish uchun qaytadan eslatolman. O'zi yakshanba kuni Big Data dik hafta oldin mana shu haqida gaplashdik. Bugun esa uni tagidagi instrumentlar, mana shu CJM ni to'g'ri ushlab turish uchun kerak bo'ladigan instrumentlar haqida gaplashamiz. Boshqaruvga kerak bo'ladigan instrumentlar bor edi. Gantt chart, org struktura, EGM, lavozim vazifalari, SSP, sotuv voronkasi va moliyaviy model xodimlarni KPI oylik tizimi. Bugun mana shulardan ulgurganimizni gaplashamiz. Agar har bitta instrumentni to'g'ri joriy qilsangiz, bu yerdagi qadamlarni to'g'ri olib ketishingiz mumkin. Qaysidir instrument to'g'ri joriy bo'lmasa, qadamlar buzilib ketaveradi. Voronka mana shu ketma-ketlikda bo'ladi. Bizni 100 mingta odam tanisa, shundan 10 mingtasi ishonsa, shundan mingtasi murojaat qilib, 200 tasi sotib olib, o'sha 200 tadan nechtasi yana qayta sotib oladi yoki ketib qoladi. Keyin bitirganlar qaysilarini tavsiya qiladi. Bizning vazifamiz mana bu yerdagi voronkani kamayib kelsa, yana ko'payishiga olib kelish. Butun 10 hafta mobaynida faqat shu haqida gaplashamiz. Faqat ichiga kirib ketishni boshlaymiz. Endi o'rtoqlar, voronka degan narsa bor. Voronka продаж. Mana shu voronkani to'g'ri ishlamasligi o'sha qadamda unga ta'sir qiladigan instrumentlarni joriy qilgan qilmaganingizga bog'liq. Mana shu tanilish uchun qaysidir instrumentni joriy qilsangiz, tanilishda odam ko'proq bo'ladi. Ishonch uchun to'g'ri instrumentlarni ishlatsangiz, ishonadigan odamlar sizga ko'proq bo'ladi. Ishongandan keyin ma'lumot qoldirishadi, ma'lumot qoldirgandan keyin sotib olishadi, sotib olgandan keyin qayta sotib olishadi, oxiri tavsiya qilishadi. Bizning vazifamiz mana shu voronkani Tesla belgisiga o'xshaydi-ku, shuni qum soatga olib kelish. Shuni kamayib ketayotgan narsani qaytib ko'payishiga olib kelish. Agar sizni o'quv markazingizdan bitirib ketgan o'quvchilar sizni markazingizga tavsiya qilib, yana yangi klientlarni olib kelmasa, siz yaqin 4-5 yilda reklamaga pulingiz tugab, shu bilan bankrot bo'lib ketasiz. Mana bunaqa T shaklidagi voronka sizni bankrotlikka olib ketadi. U qum soatga o'xshash kerak. Agar qum soatga o'xshamayotgan bo'lsa, demak yetarlicha to'g'ri ish qilmayapsiz. Endi qum soatga borish uchun nima qilish kerak desa, mana shu 10 hafta mana shu haqida gaplashamiz. Hozir men butun kursimiz nima haqidaligini tushuntirishga harakat qilaman. Demak, har bir instrumentni ko'proq joriy qilganingiz sari bu instrumentlar ta'sir qiladi voronkani har bir etapiga. Demak, odatiy o'quv markazlarida ma'lumot berish bosqichi bo'ladi. Ma'lumot berish bosqichining vazifasi nima? Telefonda birinchi marta gaplashyapti. Vazifasi nima? Probni darsga yozdirish, to'g'rimi? Yo'q. Qo'rqmasdan aytavering. Birinchi marta telefonda gaplashayotgandagi vazifasi nima? Barakalla, konsultatsiyaga olib kelish. Birinchi marta telefonda gaplashayotganning vazifasi kursni sotish emas, probni darsga yozish emas, shunchaki konsultatsiyaga olib kelish. Endi konsultatsiyaga olib kelish uchun sizning taklifingiz yaxshi emasligini qanaqa aniqlasa bo'ladi desa, bizning xizmatimizdan foydalanasizmi, foydalanmaysizmi, farqi yo'q. Mana shu konsultatsiyaga keling, siz bir nimali bo'lib ketasiz. Ketgan taqdiringizda ham. Mana shunaqa taklifingiz bo'lsa, demak sizning taklifingiz zo'r. Keling misol qilib gaplashamiz. Sizlarning xususiy maktabingiz bor. Частный shkolalar bor. Xususiy maktabda mana shu taklifi qanaqa bo'lgan bo'lardi? Keling bizani xususiy maktabimizni bitta ekskursiya qilib ko'ring desangiz, bu yetarlicha emas. Binoni o'zi ularga unchalik qiziq emas. Nima desak qiziqroq bo'lardi, kelishardi. Nima deb o'ylaysizlar? Mana sizlar uchib senteringlar bor. Keling bizani uchib senteringizga birroq kiring. Nimaga kelsin? Kelish sababi nima bo'lishi kerak? O'sha konsultatsiyani o'zi sababi nima bo'lishi kerak? Konsultatsiya proses. Ichidagi sabab nima bo'lishi kerak? Mijozga manfaatli bo'lishi kerak. Barakalla. Barakalla. Bilimni tekshirish bu bunchalik kuchli emas. Kuchli bo'lgan bo'lardi qanaqa? Qaranglar. Mana xususiy maktabim bor. Sizlarning bolalaringlar bor, jiyanlaringlar bor. Tasavvur qilinglar, men sizlarga bunaqa taklif beraman. Okajon, bizni chet ellik top mingtalik universitetlarga tayyorlash bo'yicha shug'ullanamiz. Uning uchun o'rganish kerak bo'lgan maxsus bosqichlari bor bo'ladi.
ham ingliz tilidan, ham matematikadan, ham portfolio yig'ish bo'yicha, ham motivation letterdan. Mana shularni minimum kriteriyasi bor, shuni qanaqa qilishni sxemasi bor. Vaqtingiz bo'ladimi, ertaga yoki indinga kelsangiz mana shu sxema qanaqa bo'lishini tushuntirib berardim. Qayerda o'qisa ham bo'lingiz, shu narsaga amal qilsa, 4000 taga kirib ketish ehtimoli oson bo'ladi. Vaqtingiz bo'ladimi, ertaga birov kelsangiz tushuntirib beraman. Tushunyapsizlarmi? U ota-onasi eshitayotgan ota-ona, mani bolam u maktabda o'qiydimi, o'qimaydimi farqi yo'q, shu sxemani bilib oling bo'ldi deb kelish kerak. Sizni endi koreys tili uchinchi sentringiz bor, ingliz tili uchinchi sentringiz bor. Voy, mana koreys tilida Koreyaga o'qishga jo'natasizlar, ha? Sizlarning gapinglar qanaqa bo'lishi kerak? Koreyaga ketishi maxsus ketma-ketligi bor. 7 ta ketma-ketlikdan iborat. Va har bir bosqichni to'g'ri amalga oshirsangiz, Koreyaga ketish ehtimolingiz 90% bo'ladi. O'zingiz harakat qilasizmi, любой bitta sentr tomonidan yordam olasizmi, farqi yo'q. Shu ketma-ketlikni to'g'ri amalga oshirsangiz bo'ladi. Amalga to'g'ri oshirmasangiz, siz atkaz olib qolishingiz mumkin. Atkaz olsangiz bo'ldi, shu bilan kuyib ketadi bir yeringiz masalan. Endi shu sxemani qanaqa bo'lishini tushunib olish uchun ertaga ofisimizga biror kela olasizmi, tushuntirib beraman. Tushunyapsizlarmi? Bizning koreys tili probni darsimiz bor, kelib o'qib olasizmi? Mas. Mana biz aynan bu 100 ta deydi, nima deganmiz? Boshida bunaqa deyilayotgan bo'lgan. Bizda IT kurslari bor. IT kurslarini probni darsiga siz yozib qo'yingmi? Deyishayotgan bo'lgan. Voy 40 million so'm oborot paytda. Endi qanaqa 500 million oborot bo'lib ketdi bir oyda desa, biz unaqa demadik. O'zgartiramiz gapirdik. Biz aytdikki, oyiga 1,5 ming dollar topish uchun bitta IT kompaniya bilan biz hamkorlik qilib qo'yganmiz. Uzinfocom degan 1200 ta IT-shniki bor. Hali ekskursiya qildirib beraman. Faqat oddiy budnik kunda kelish kerak, yakshanba kunda yopiq bo'ladi. Agar ochiq bo'lsa ko'ramiz. Mana shu 1200 ta programmist bor bo'lgan. O'zini oshqozonasi, o'zini massajning kreslosi, o'zini bo'lim boshliqlariga DVD mashinasini beradigan, o'zini masjidi bor, o'zini restorani bor, o'zini parkovkasi bor bo'lgan ishxonada ishlashini qadami bor. 4 ta ketma-ketlikdan o'tish kerak, to'g'ri o'tish kerak. Shu ketma-ketlik qanaqa bo'lishini tushuntirib berishimiz uchun ertaga birrov kelib keta olasizmi? Men birato'la ishxonangizni ko'rsataman, qayerda ishlashingiz. U IT kursiga telefon qildi o'zi. Lekin men nimani chaqiryapman? Ishlaydigan joyini, qanaqa bo'lishini. Bu 1 yildan keyin kiradimi, 2 yildan keyin kiradimi, bizda o'qiydimi, boshqada o'qiydimi, farqi yo'q. Shunaga tayinlab kelsa, shu 4 ta qadamga kelib bizda ishlaydi mana shu Uzinfocom. Mana shu uzun binolarda. Birrov kela olasizmi? Siz ekskursiya qilib aylantirib chiqaman. Va Instagramda shuni videosini ko'rib chiqamiz. Men palonchaga ham ishlayaptilar, bunaqa ishlar ekanlar, ular bunaqa qilar ekan, bunaqa qilar ekan degan videosi bor. Uni ko'rgandan keyin bo'ldi, boraman deydi. Biz probni darsga yozib qo'yaylikmi demadik. Biz qayerda ishlashingizni ko'rsatib berishimiz uchun ertaga kela olasizmi dedik. Ha, deyishdi ko'payib ketishdi. Bir oyda 30 ta odam kelyapti, 300 ta kelish boshladi. 10 baravar, tushunasizlarmi? Prosta banamotdagi ma'lumot berishdagi gap keyingi etapda sotish bo'ldi xolos. Ya'ni sovchilikka borayotganda birinchi marta telefon qilish, sovchilikka borishga ruxsat olish bo'ladi-da. Qizni pasportini tayyorlatib qo'yish emas. ZAKSga ariza berish uchun. Sizdagi uchebni sentrdagi, sizdagi maktabdagi birinchi zvonokka vazifasi bolaga probni dars qo'yib berish emas. Bolani kelajagi zo'r bo'lib ketish uchun sizda qanaqadir sxema bor, shuni ko'rsatish uchun chaqirish bo'ladi. Agar sxemangiz yo'q bo'lsa tuzib qo'ying. Ma'lumot berish vazifasi har doim probni darsga yozish bo'lar ekan, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri emas. Nomas, yo'q deydi. Ma'lumot berish vazifasi probni darsga yozib qo'yish bo'lar ekan, to'g'rimi? Yo'q, qo'rqmasdan gapiravering. Uni vazifasi nima ekan? Konsultatsiyaga chaqirish. Endi konsultatsiyaning vazifasi nima? Sinov darsiga o'tkazish. Shuni sotish. Demak, ma'lumot berish vazifasi sinov darsini sotish emas, ma'lumot berish vazifasi konsultatsiyani sotish. Konsultatsiya vazifasi probni dars sotish, probni dars vazifasi keyin asosiy dars sotish. Asosiy dars keyin pulni to'latishga sotish, sotgandan keyin yana qayta sotish narxga turadi. Juda ko'p bizneslar birinchi qadamdan turib, 3-chi, 4-chi qadamni sotmoqchi bo'ladi. O'xshamaydi o'rtoqlar. Juda ersirab turgan bo'lsa, most pasportini sirasi olib chiqishi mumkin. Lekin odatda unaqa bo'lmaydi. Ishonavering. Qiynalasiz. Odatiy normal qiz
u nechadir uchrashuvdan keyin pasportini olib kelishi mumkin o'sha zaksga borish uchun. Odatiy normal o'quvchi probniy darsga nechtadir kasaniyadan keyin rozi bo'ladi. Sraz telefondan keyin emas. Demak, mana shu sotuv varonkasida bizda muammo bo'ladi. Eng katta muammo nima bilasizlar? Mana birinchi marta probniy dars, birinchi marta gaplashyapmiz, konsultatsiyaga chaqirishimiz kerak. Nima desak konsultatsiyaga ko'ndira olamiz? O'zingiz-ku odatda uchinchi sentr rahbari bo'lasiz, ko'p narsani bilasiz, siz gaplashasiz, 10 tadan 8 tasini kelishga ko'ndirib qo'yasiz. Lekin yangi ishchini olsangiz, 10 tadan bitta, 2 ta, 3 tadan olib kelishga ko'ndiradi. Siz keyingi hafta 9 tadan olib kelishga ko'ndira olmaydi. Nimaga? Chunki nima deyishni bilmaydi. Skript to'g'ri tuzilmagan. Endi bitta muammo bor. Menga olib kelishadi, Ahrom hojaga skript to'g'ri, noto'g'riligini tekshirib bering deyshadi. To'g'ri tuzdikmi deyshadi. Men tekshirib beraman, to'g'rilikmi, to'g'rilasam 10 tadan 9 ta ishlab ketadi. Bu o'zi tegi konsultantlarning sekreti, bu jadval. Shu paytgacha ommaga ochilmagan. Mana skript to'g'ri, noto'g'riligini qanday tekshirasizlar? Faqatgina mijoz ko'p kelayotgan, kam kelayotganini tekshirasizlar, to'g'rimi? Lekin undan oldin tekshirsa bo'ladi-da. Men konsultant sifatida tekshira olaman oldindan. Endi buni sekreti bor. Xohlaysizmi shuni o'rgatib qo'yaman? Ha? O'rgatib qo'ying. Skriptida to'g'ri, noto'g'riligini tekshirish uchun. Sizlarga anaqa varot tarqatildi. Shu varoni olinglar deb qo'yinglar. Mana bizda muammo bor edi. Muammo nima edi desa, birinchi marta telefonda gaplashyapmiz, ofisga chaqirishimiz kerak. Ofisga chaqirganimizda nimadir gaplarni ishlatsak, bizga keladi. Nimadir ishlatmasak, kelmaydi. Ikkita mutaxassis bor, ikkita raqobatchi bor, ikki xil joyda ishlayapti. Bittasi tasavvur qiling, 100 ta bir xil mijoz. 100 ta bir xil mijoz birinchi joyga ham telefon qildi, ikkinchi joyga ham telefon qildi. Birinchi joyda 100 tadan 80 tasi bor edi, ikkinchi joyda 100 tadan 10 tasi bor edi. Bitta qaysidir 10 tasi hech haqi bormadi. Nimaga desa, ikkinchi joy ishontira olmadi uni. To'g'ri gaplasha olmadi. Endi to'g'ri gaplashishi formulasi bor. U nima u san'atda to'g'ri gaplashish, zo'r gaplashish mahoratda, qarochi bu narsa tuziladigan narsa, aniq strukturasi bor narsa, qanaqadir o'ylab o'zidan o'zi zo'r gapiradigan ham bo'lib qola olmaydi. Kimlardir zo'r gapirishi ham mumkin, lekin shu struktura asosida bilmasdan turib gapirayotgancha zo'r gapirayotgan bo'ladi. Ana endi biz shu strukturani ichini o'rganamiz. Agar jadvalni ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita tomonga bo'lingan. Xuddi garaj jadvaliga o'xshab. Birinchi bo'lib odamlarga qiziq bo'lgan yo'nalishlar bor. Odamlarga har doim 3 ta yo'nalish qiziq. Mana tepadagi qorasi. Nima yo'nalishlar qiziq ekan? Pul, sog'liq, munosabat. Agar shu haqida gaplashsangiz, odamlar sizni eshitadi. Misol keltiraman. Farzandingiz 11-sinf bitirgandan keyin Amerikadagi universitetga kirib $200,000 scholarship yutib olish sxemasi bor bizda. $200,000 grant yutib olish sxemasi bor bizda. Shuni qanaqa bo'lishini bir kelib ko'ra olasizmi ertaga? Qaysi yo'nalishga bog'lanib? Pul. Farzandingiz 1-sinfdan boshlab, masalan, ayniqsa qiz farzandlar. Qiz farzandingiz 1-sinfdan boshlab 9-sinf bitirguncha xavfsiz muhitda o'qish uchun bizni qilib qo'ygan 24 ta narsa bor. Shu 24 ta narsa bilan tanishib chiqish uchun ertaga bir kelib ko'ra olasizmi? O'zi janjalkash maktabda o'qigan ota-onalar bo'lsa, sirasiz his qiladi bu narsani. O, farzandim xavfsiz joyda o'qiydi ekan. Bo'lib borib ko'rib kelaman nimalarning borligini. Bu qaysi? Sog'liq. Bizi unaqa maktab emasmiz. Bizi klubniy maktabimiz. Va faqat отборныйlar bo'ladi bizda. Одарённыйlar bo'ladi. Terib olamiz, hammani ham olmaymiz. Va bitirayotganda hammasi o'sadigan zo'r networkingli jamiyat bo'lib katta bo'ladi. Ana endi bizani qaysi turdagi bolalarni, oilalarni, farzandini olishimizning qoidalari bor, qaysini olmasligimizning qoidalari bor. Bitirayotganda hammasi zo'r bo'lib bitirish uchun. Shu 20 ta qoida bilan tanishish uchun ertaga kelib ko'rib chiqishga, tanishishga bir vaqtingiz bormi? Qaysi biri bu? Munosabat. Tushunyapsizlarmi?
har doim odamlarga ushbu mavzu qiziq. Yo munosabatga bog'lab gapirasizlar, yo pulga bog'lab gapirasizlar, yo sog'liq, xavfsizlikka bog'lab gapirasizlar. Uchtasini qo'shsam bo'ladi. Va qo'shsiz vobshe siz o'zingiz daho bo'lasiz. Bittasini gapirsangiz. Bo'laveradi. Qaysi bir ishlayotgan bo'lsa bo'laveradi. Endi bir xil odamlar bo'ladi. Pul 50, munosabat 25, sog'liq 25 bo'ladi. Pulni o'zini gapirsangiz qiziqadi-yu, keyin albatta o'ylab ko'ring deydi. Yetmagan bo'ladi qolgan 25. Qolgan 25 lardan ham gapirishingiz kerak. Endi bunaqa bo'ladi. Shu sxemani oldi, ko'rdi, zo'r bo'ldi. Va bo'ldi. Men o'zimni rayonimdagi shu joyga bolam beraman deb shu sxema bilan o'qit deyman deb sizdan sxemani olib ketdi. Nega unaqa bo'ldi? Siz ko'rsatib berdingiz bu sxemani. Siz gapirdingiz, tushuntirdingiz. Qaysi 7 ta ketma-ketlikdan o'tsa, Koreyaga keta oladi, Amerikada universitetda o'qiy oladi, ingliz tilini o'rganib 7-8 oyat ola oladi, tushuntirdingiz, sxemani qo'lingizdan oldi, bo'ldi. Men rayonimdagi uchim sentrga borib, shu narsani qillaring deb aytaman deb ketdi siz oldingizdan. Nimaga shunaqa bo'ldi? Uchtasi bo'lmaganda, unga shukur. Ha. Ularda mana bu ketma-ketligiga ishonch paydo bo'lmagan. Odamlarga qiziq bo'ladigan tema pul, sog'liq, munosabat. Lekin pul to'lashiga sabab bo'ladigan ishonch esa nimaga shu kurs olish kerak, nimaga sizdan olish kerak, nimaga hozir olish kerak. Shu uchtasiga javob bo'lish kerak. Agar shu uchtasiga javob bo'lmasa, u shu narsani ishonmasa, u kelib sizga pul to'lamaydi. Oddiy misol. Nega bizda? Birinchisi mana shu nega bizda bo'ladi, tepada qo'yish kerak buni. Sizni birinchi ishontirishingiz kerak bo'lgan narsa sizga ishonish kerakligi. Shu kursga ham emas, hozir olishga ham emas. Mana sizlar mana shu yerda keldinglar. 40 kishimi, 50 kishimi, nechadir kishi keldilar. Nima sizlarni anaqa qildi, rol o'ynadi shu yerga kelishinglarga desa-chi, katta ehtimol mana shu joyda men dars o'taman. 500 million oborotga chiqardim shu ishxonani, shu narsani qanaqa qilayotganimni butun kurs davomida o'rgataman, sizlar ham qo'rasizlar deganimda hoy-nahoy qanchadir protsentda menga ishongansizlar. Gapimga ishongansizlar, menga ishongansizlar, ishonganlar yetib kelgan joyga. O'zi videoni misol uchun Instagramda qancha odam ko'rgansa, deylik minglab odam ko'rgan, 5 minglab odam ko'rgan. Lekin qaysidir 50 ta odam yoki 100 ta odam Big Dataga borganda ham 150 ta odam ishonganlargina kelgan. Agar sizga ishonmasa, u kelmaydi. Masalan, misoldan-da, bu misoldan faqat. Ahad Qayum biznes tizimlashtirish bo'yicha kurs ochayotgan ekan. Da borib o'qinglar desa nima bo'ladi? Nega bormaysiz? Mashhur odam-ku. Ya'ni ishonch yo'q. Ha, uni tizimlashtiruvchi mutaxassis sifatida ishonchingiz yo'q. U yaxshi shoir bo'lishi mumkin, u balki prodyuser bo'lishi mumkin. Lekin uni tizimlashtiruvchi mutaxassis sifatida ishonchingiz bo'lmagani uchun kurs ochsa bormasligingiz mumkin. Kurs даже arzon ekan, 100 ming so'm ekan desa ham, hech o'z vaqtingizni o'zg'anasiz. Bizning vaqtim 100 ming so'm. Qo'y. Shoirlik o'rganmoqchi bo'lsangiz, balki borishingiz mumkin. Ha? Demak, men chizib qo'ydim. Birinchi bo'lib, nimaga bizga ishonish kerak, shunga savolga javob berasiz. Konsertlarni orqaroq qilinglar, kuchaytiringlar, speed up boringlar. Va qolganlarini ham muzlashtirishinglar, yo'q ochib qo'yinglar. Xonalarning ichida ham konsertlar yo'qmi? Tekshiringlar. Meni xonalarimda ham yo'qmi? Ochib qo'yinglar eshiklar. Qachon odam sizga ishonadi bilasizlarmi? Mana formulani aytamiz. Bizga ishonsin ekan deymiz. Xo'p, qanaqa qilib ishontiraman bizga? Siz nima qilishimiz kerak? Natijalar. Ha? Natijalarni ko'rsatishimiz kerak? Yaxshi. Natijani ko'rsatishimiz kerak, yana ekspertlikni ko'rsatish kerak, to'g'ri, yana Keysdan olib chiqish kerak-da. Keysdan olib chiqish kerak, to'g'ri, yana Stadiyni qilib bergani uchun kelmaganman-da. Ha. Boshqa keyslaringizni ham ko'rganman. Shuning uchun qachondir uchimlikda o'sha ma'lum bir raqamga chiqsa boraman deb turib 2-3 yildan beri niyat qilib yurdim. Anchadan beri tuzataman. Demak ishonchingizga 3 yil oldin kirib bo'lganmiz. Keyslaringizni har doim kuzatib borganman. Qaysi uchimlikdan Qarasangiz unchalik aldoqchi bolaga o'xshamayapman. Yaxshi. Ko'rsatib borish qiyin-da. To'g'ri. Xo'p, o'rtoqlar. Sizga ishonishlari uchun
siz ikkita narsani ko'rsatib berishingiz kerak. Shu ikkita narsaning ichida hamma narsa kirib ketadi. Yo qog'ozlarda yozib qo'ygan o'zi. Xohlasanglar yozaveringlar qog'ozga. Alohida ham yozaveringlar-yu. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Nimaga ishontirish kerak desa, siz bilan ishlasa, nima yutadi, nima yutqizadi. Shunga ishontirishingiz kerak bo'ladi. Shuni aytib berishingiz kerak. Men sizni uchun sentringizga borsam, nima yutaman, nima yutqizaman. Mana koreys tili bo'yicha chet elga jo'natmoqchisiz. Nima yutaman, nima yutqizaman. Aytishingiz kerak shuni. Aynan sizni markazingizga borsam, nima yutaman, nima yutqizaman. Aynan sizni markazingizga borib, ilmiy tadqiqot usullarini o'rgansam, nima yutaman, nima yutqizaman. Pulda nima yutaman, nima yutqizaman. Sog'liqda nima yutaman, nima yutqizaman. Munosabatda nima yutaman, nima yutqizaman. Mana shuni aytishingiz kerak. Shunda sizga ishonishadi. Sizning ingliz tili kursingiz bor. Sizning korreksion markazingiz bor. Korreksion markazga men sizni korreksion markazingizga bormasam, nima yutqizishim mumkin? Masalan, jiyanim aytaylik 1,5 yosh bo'lsa ham, ada oyi demayotgan bo'lishi mumkin. Bu nimaga olib kelishi mumkin desa, bu hali og'riq kuchsiz-ku. 15 yoshga chiqqanda u 7-8 yoshli bolalar bilan bir xil fikrlaydigan bo'lib qolishi mumkin. Labay? Agar sizlarga bormasam, 15 yoshli jiyanim 7-8 yoshli bolaga o'xshab qolishi mumkin. Bu og'riq, bu azob. Mana shu azobni aytishinglar kerak. Men qog'ozda ko'rayotgan bo'lsanglar, qizil, yashil turibdi. Sizga borsa nima yutadi, nima yutqizadi. Shu yutqizadi degani shu azob degani. Chunki insoniyat borki, rohatga intiladi, azobdan qochadi. Nimadir yutish xohlaydi, nimadir yutqizishdan qochish xohlaydi. Siz esa ikkalasini yetishingiz kerak. Bizlar markazimizga kelsa, shu jiyaningiz hozir 1,5 yosh bo'lsa, 1,5 yoshlik paytida 7 oyliklarda fikrlayotgan bo'lsa, 2,5 yoshida 2,5 yoshchasiga fikrlatib beramiz trenirovkasi bilan. Bizning markazimizga kelib ingliz tilini o'qisa, o'sha chet el universitetiga kiradigan qilib tayyorlab beramiz. Boshqa joyda bo'lsa, o'shangacha yetarlicha tayyorlanmasdan to'g'ri sxema bilan o'qimagan uchun. Yana bir yil yutqizishi mumkin. Va azob ta'sir qilish doirasicha qanchalik uzoqroq yil haqida ham tasavvur uyg'ota olsak, shuncha kuchli ta'sir ham qiladi. Chunki kemani hozir bir qarich chapga o'ngga surilgani 10 ming kilometrdan keyin u minglab kilometr yo'lda yo'lda bo'lishiga ta'sir qiladi. Demak, siz o'zingizga ishontirmoqchimisiz? Ikkita narsani aytar ekansiz. Siz bilan ishlasa nima yutadi, nima yutqizadi. Shuni aytishingiz shart. Agar bu narsani aytmasangiz, u sizga ishonmaydi. Sizga ishonsa, endi siz nima taklif qilsangiz ham bo'ldi deyaveradi. Masalan, nutqini chiqarib berishda ishondi, nutqini chiqarib bergandan keyin korreksion sentrda endi pampersdan chiqarib beraman, bo'lib chiqarib beravering deydi. Endi qo'lida telefon o'ynamaydigan qilib beraman, televizor ko'rmaydigan qilib beraman, oddiy o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan qilib beraman desa, bo'ldi, endi bunga davay deyaverasiz. To'g'rimi? Telefon o'ynamaydigan ham qilib berasizlar, to'g'rimi? Ha, bilmasligi mumkin bu yerdagilar. Hech kim shu narsalarni. Mana shuni aytsangiz, sizga ishonishadi. Ha. Asabiylashmasdan, yig'latmasdan telefondan ajratib berishadi, televizordan ajratib berishadi. Bu hozir zo'r narsa bu. Ana shu, agar bizga kelmasangiz, u yana 4 yil telefon o'ynasa bor-ku, injiq bo'lib, sizni asabingizni buzib, ko'chalarga jahli chiqib ketadigan bo'lib qoladi. Agar hozir kelsangiz, men 1 yilda послушник qilib qo'yaman. Lider sifatida послушник qilaman, qo'rqoq послушник qilmayman. Mana shu narsalarni aytsanglar bo'ldi, sizga ishonadi. Endi nima uslublaringiz bor? 20 ta uslubingiz, 7 ta qadamingiz, 6 ta qanaqadir sxemangiz borki, shu narsani qilsangiz, u yutadi, shuni qilmasa yutqazadi desangiz, endi shu kurs haqida shuni aytasiz. Germaniyaga va ishga jo'nataman dedi kimnidir. Germaniyaga ketish uchun mana bu 8 ta qadamni qilish shart. Agar shu 8 ta qadamni qilmasa, u atkaz olib qolishi mumkin va o'sha yerda yurganda ham deport bo'lib ketib 10 yil bora olmasligi mumkin. Shu 8 ta narsa nimaligini bilib olish uchun ertaga kela olasizmi, ofisga men ko'rsatib beraman. Deport bo'lib ketishlari qo'rqinchli. Shu narsalarni qilsa 1 yildan ketish mumkin, bu yutadigan narsasi. Mana skript tuzib beramiz deymiz, skriptimizni to'g'ri, noto'g'riligini qanday tekshirib olar ekanmiz desa, birinchi bo'lib pul, sog'liq, munosabatga bog'liq gap bormi? Birinchi shuni qaraysizlar. Agar bor bo'lsa, galtcha qo'yasizlar.
Endi u bizga ishontirishga moslanganmi? Qaraysizlar. Agar ishontirishga moslangan bo'lsa, galcha qo'yasizlar. Endi shu kursi ishontirishga moslanganmi? Ha, shuni sxemasi bor, 7 ta qadam bor, davomimizmi? Demak, galchkasi bor. Eng oxirgi punkt namuna qilishmaydi ko'pchilik. Ha, to'g'ri. Skript nima? To'g'ri, men funksiya bilan gapiryapman. Suhbat bor. Suhbat. Mijoz bilan xodim o'rtasidagi suhbat bor. Birinchi marta telefon bo'ladi. Telefonda gaplashayotganda xodim mijoz bilan zo'r gaplashadi. Qanaqa unaqa zo'r gaplashadi? 100 marta trenirovka qilgan shunaqa gaplash. Endi shunaqa trenirovka qilish uchun qatqadir qarab trenirovka qilganmisiz? Siz rahbar sifatida qo'lga yozib bergansiz. Mana bu ketma-ketlikda gapirasan. Mijoz bunaqa desa, sen bunaqa deysan, unaqa desa, bunaqa deysan, bunaqa desa, bunaqa deysan, oxir konsultatsiyaga ko'ndirasan deb tekst qilib yozib bergansiz qo'liga. Shu tekstning nomini skript deydi. Endi shu tekstni to'g'ri yozganmanmi, noto'g'ri yozganmanmi, qanaqa o'lchab olaman desa, pulga, soliqqa, munosabatga bog'langan gaplarim bormi ichida? Menga ishontirish uchun men bilan ishlasa nima yutadi, men bilan ishlamasa nima yutqazadi aytganmanmi? Nimaga shu xizmatimni olish kerak, olsa nima yutadi, nima yutqazadi, shuni nechta yo'li bor, qadami bor, sxemasi bor aytyapmanmi? Va aynan hozir olmasa nima yutqazadi, shu narsani aytyapmanmi? Shuni qo'shish kerak. Ko'pchilik joylarda bunaqa bo'ladi. O'zingizga ishontirasiz, shu mahsulotga ishontirasiz, pulga bog'laysiz, munosabatga bog'laysiz, hammasini bog'laysizda u nima deydi? Bu bitta maslahatlashib ko'rib ketaveradi. Qachon shunaqa deydi bilasizlarmi? Ishonmaganida. O'zi avvalo u sizga ishonmagan bo'lishi mumkin. Sizga ishongan bo'lsa ham xizmatga ishonmagan bo'lishi mumkin. Xizmatga ishongan bo'lsa, hozir olish kerakligiga ishonmayotgan bo'lishi mumkin. Men bitta akfa sex bilan ishlayapman-da. Oyiga 30 ming dollar obort qilishayotgan ekan. Yangi ochilganda, yana filial bo'lib ochilgan. Oyiga 30 ming dollar obort qilishayotgan ekan. 100 ming qilmoqchimiz oyiga deyishdi. Bo'pti, qanchada qilmoqchisizlar desam, 1 yilda chiqib olsangiz zo'r bo'ladi. Jab 1 yil shart emas dedim. Joylab chiqib olamiz bunga. Chunki men eshitib ko'rdimda gaplashishligini. Gaplashsam, mana gaplashyapti. Okajon, tam bo'ldi, sizga akfa romlarni qo'yib beramiz, uyingizni lokatsiyasini tashlab oling, biz borib o'lchab kelamiz. Tasavvur qiling, siz birinchi marta telefon qo'yasiz, akfa sexiga yoki showroomga, u sizga aytayaptiki, bo'ldi, biz akfa sizga qo'yib beramiz, lokatsiyasini tashlab bering, biz o'lchab kelamiz deyapti. Bu nima degani bilasizlarmi? Taklif qilayotgan kompaniya och kompaniya. Gapirishayotganda sochishga harakat qilayotganda biroz qochdi. Bo'ldi, qizni pasportini tayyorlab turing, shunda borib sovchilikdan shunda chiqamiz, zakskangizni tashlab, domladan o'qitib ham beramiz degan bilan barobar. Men eshitsam shunaqa ekan gapligi. Dedim, dabdalashib ketayotgan ekan, chunki 10 ta bilan gaplashsa, o'sha ikkita sotyapti-da. Men aytdim, 10 tadan ikkita emas, 10 tadan 6 tesiga chiqsa bo'ladi dedim. Hech qanaqa marketingga pul sarflamasdan. 1,5 oy oldin ish boshladik ular bilan. Keyin mana shu jadval bo'yicha gaplarni to'g'rilashga boshladik. Jadvalni chizib tushuntirib berdim. 2 hafta shu jadvalni tushuntirishim ketdi. Jadval o'zi nima, ichiga nima yozadi, ichiga gap to'ldirib, chiqirdik-da. Keyin gapda mana bunaqa narsa o'zgartirildi. Ana razmer tashlang, biz borib o'lchab kelamiz emasda. Okajon, sizni uyingizda quyosh qanaqa tushishligi, tikkami, yonmachami va yoningizdan mashinalar qanaqa o'tishi va bolalarning shovqinligiga qarab, sizda shovqinga, nurga, chidamlilikka, og'irlikka qaysiroq tushishini aniqlab olish kerak bo'ladi. Agar lokatsiyani tashlasangiz, biz sizga aniqlab beramiz. Kelajakda qattiqroq qo'ydirsangiz ham o'sha turdagini oling, siz yutqizmaysiz. Chunki bizga lokatsiya tashlab bera olasizmi? Birra borib sizga ko'rib beramiz deyish boshlashdi. Va nima sodir bo'ldi desa, mana shu bo'yicha gaplashganda birinchi diagnostikaga alohida shu narsa qurildi, keyin u yoqqa borganda call centerga alohida o'sha gap tuzildi, diagnostikada tuzildi. Ha, bu agar zamin qilamiz deyishayotganda biz diagnostika qilamiz so'ziga o'zgartirdik. O'zi o'sha jarayon. Borishadi, siz quyosh bunaqa tushar ekan, bunaqa bo'lar ekan, mana issiqligi bunaqa ekan, bolalar bunaqa bo'lar ekan, shovqin bunaqa bo'lishi kerak, traktor o'tsa ham mayli o'tish uchun mamramni tanlashingiz kerak. Agar mana shu narsani qanaqa o'zi og'ir yengillikni ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunda showroomimizga boring, o'sha ko'rasiz ko'zingiz bilan.
Kelajakda qatdan olsangiz ham o'shandan oling. Chunki aldanib qolmasligingiz kerak. Ichida metall yupqasi bor, qalini bor. Qalini olsangiz 180 kilogacha ko'taraveradi, valloh osilsa ham. Yupqasi bor, u 50 kiloda, 30 kiloda ezilib ketadi. Shu metall qanaqaligini ko'rish uchun shunda showroomga borib keling, men o'zim mashinamda olib kelaman. Qop-qora Malibuga yozib qo'yishgan, ular ham otini bunda imzoga o'xshab. Nima sodir bo'ldi desa, 1,5 oy bo'ldi ishlayotganimizga. 30,000 dollar. 100,000 xohlashyapti bir yilda. 89,000 dollar bilan yopishdi. Ha? May oyini, men may boshida keldim. Hozir iyun o'rtasi keldi. May oyini 89,000 dollar bilan yopishdi. 30,000 edi. Marketingga pul xarajat qilishmayapti. Mamlatdagi gapni strukturasini o'zgartirishadi, xolos. Siz gapni strukturasini to'g'rilamagunizcha marketingga u million sarflaysizmi, sotish bo'lmaydi. Men doim aytaman, yangi olgan proyektlarimda, "Voy, marketing kuchaytirish kerak, target yoqish kerak, reklama qilish kerak" desa, "To'xta" deyman. "To'xta, qilma reklama. Oldin to'g'rilab ol sxemani. To'g'rilab olganingdan keyin buni maksimumga chiqib olsang, keyin yetmayotgan joyga marketing qilasan" deyman. Shunda puldan yutadi. Bir, ikki nimadan yutadi? Shu atrofdagi mijoz, mana siz joylashgandagi bir 5 kilometr radiusdagi mijoz, ayniqsa siz uchebni sentr bo'lsangiz, xususiy maktab bo'lsangiz, yaqin 5 kilometringizdan keladi o'zi. Yaqin 5 kilometrlikni agar noto'g'ri gap bilan обработка qilib qo'ygan bo'lsangiz, endi marketing berganingizda kelmaydi ular. Buni to'g'ri обработка qiladigan tuz olgan bo'lsangiz ham siz yo'qotib qo'yasiz ularni. Lutchi kelib turgani yaxshi edi. Tushunyapsizlarmi? Sxemangizni to'g'rilab olmagunizcha marketing qilmang. Chunki bir marta kelib ketadi sizdan yomon ощущение oladi-ku. Keyingi reklamangiz uchun kelmaydi ular. Oldin to'g'rilab oling. Keyin reklama qilasiz. Chunki mijozlar cheksiz emas, beskонечный emas, cheklangan ular. Yaqin 5 kilometrda sizga keladigan 1000 ta mijoz bo'lsa, o'shalar keladi, bo'l boshqasi kelmaydi. Shu 1000 tani bir marta imkoningiz bor, sovchilikka borib, yoki uchrashuvga borib, bir marta uchrashuvingiz bor. Agar bir marta uchrashuvda sovchilikka borishda, ikkinchi safarda birinchi uchrashuvga chiqishda bola aytadi. "Yaxshimisiz, tuzimisiz? Pasportingizni olib keldingizmi?" "Nimaga?" "Zaksga boramiz." Saboqli emasmi? O'zi yangiz qani? Qanaqa yangi? Qaytishda nikohga o'qib kelishimiz kerak-ku. Desa yigit. Qiz, men bir o'ylab ko'ring, bizga ketsa, keyingi safar sovchilikka borishmoqchi bo'lsa nima deydi ota-ona? Yo. Yo, bolamiz endi o'rgandi, nima deyishni bildi. Aytmay turadigan bo'ldi, keyin aytadigan bo'ldi desam, yo'q. Kerak emas. Nimaga? Qo'rqib qo'ying. Mijozdan qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, sraz sotuv haqida gaplashinglar. Sraz probniy dars, sraz kurs, sraz boshlang'ich to'lov haqida gaplashinglar. Sraz kurslarni necha oylikligini aytinglar. Mana bu xalatingiz, mana bu instrumentlaringiz nigoni qo'rqitoryapti deydi. Mana shu qo'rqitorayotgan narsa sotuvga aloqador nima so'z bo'lsa, mijozni qo'rqitadi. Gapirmaslik kerak emas. So'rasa aytishga ruxsat. So'ramayaptimi? Aytmang. Masalan, qiz do'st so'rab qolsa, kuyov boladan birinchi uchrashuvda qaysi rayonda zaksdan o'tamiz desa, aytsangiz bo'ladi. Mana rayon masalan, Shayxontohurdan o'tamiz. Desangiz bo'laveradi. Lekin so'ramayaptimi? Aytmang. Tushunarli? Kuyov tomon har doim biznes tomon. Kelin tomon har doim mijoz tomon. Kelin bilan kuyovning o'rtasidagi munosabatlar qanaqa qurilsa, biznesdagi xodimlar va mijozlar o'rtasidagi munosabat xuddi shunaqa quriladi. Bu sizlarga shablon bo'lsin. Mana shu to'g'ri qo'ymanmi, noto'g'ri qo'ymanmi deb o'lchamoqchi bo'lsangiz, ikkinchi uchrashuvda kuyov shuni aytsa bo'larmidi? Bo'lmaydi. Masalan, mashina to'yimizga 5 ta kelik gaplashaman. Siz ikkinchi uchrashuvda bo'laveradimi? Bo'lmaydi. Bizning xonalarimiz proyektorlar bilan jihozlangan desa, bo'lmaydi. Kerak emas. Biz butun urushni qilib kelganmiz-ku. Shuning uchun hamma mijozlarga biz olib qo'yganmiz. Endi primoy agar mijozlarning konkurentimiz bo'lsanglar, biz aytdik yo'nalishdamiz, agar primoy konkurentimiz bo'lmasanglar, unda ta'sir yo'q sizga. Demak, ular qiziqishar ekan mana bu 3 ta tomonga, ular ishonishi shart ekan sizdan sotib olish uchun mana bu 3 ta tomonga. Mana shu 3 talik birlashish shart. Birlashmayaptimi, bo'lib mijozdan ayrilasiz. Men o'ylab ko'ring, men maslahatlashib ko'ring,
men adasidan bir so'rab ko'ring, men oyimdan, adamdan so'rab ko'ring degani u yoki sizga ishonmadi, yoki sizni xizmatingizga ishonmadi, yoki hozir olish keragiga ishonmadi. Demak, bu yerda tuzukroq gap yozmagansiz. Endi bunaqa jadval bir marta bo'ladimi, bir dona bo'ladimi desa, bir dona bo'lmaydi. Ya'ni konsultatsiya qismi uchun alohida shunaqa jadval bo'ladi. Voy, konsultatsiyada neda? Вот. Ma'lumot berish qismidan konsultatsiyaga o'girish uchun bitta shunaqa jadval bo'ladi. Konsultatsiyadan probniy darsga olib kelish uchun boshqa shunaqa jadval bo'ladi. Probniy darsdan asosiy darsga o'tkazish uchun shunaqa jadval bo'ladi. Asosiy darsda endi pulni to'latish uchun hozir shunaqa jadval bo'ladi. Har bitta qadamga bittadan jadval ekan. Tushunarli? Butun kurs davomida shu jadvalni to'g'ri to'ldirishni mashq qilamiz. Birinchi darsdan berib qo'yayotganim sababi shu. Va endi bu jadval ham hozir nechtadir sanadiku call centerda gaplashganda, ofisga kelganda, probniy dars kirganda, asosiy dars kirganda to'liq bo'lgan. 5 ta jadval, 5 ta qadam sanadiku. Endi 5 ta qadamingiz 5 ta jadval bo'ladimi desa, yetadimi desa, yetmaydi. 5 ta jadval bo'lmaydi. 10 ta bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima 10 ta bo'ladi? Qo'linglardagi jadvalda anaqasi berilgan, javobi berilgan. Nima 10 ta bo'lishi? Mana ichiga qarasanglar. Men hozir logika hissiyotda aytaman, bu bitta jadval ichida bo'ladi. Mana Mamad yozilgan javob. Mamad, mana shu ichida yozilgan. Mana shu joyda yozilgan javob. Nima uchun 5 ta emas 10 ta bo'larkan jadval? Labi. Yo'q. Barakalla, oldidan ham, orqadan ham to'g'ri javob bo'ldi. LPR bilan LVR uchun. Savol. LPR nima degani? Barakalla, qaror qabul qiluvchi odam. Pulni kim to'lasa, o'sha qaror qabul qiluvchi odam. Yoki shuni olamiz deb aytadigan odam, pul to'lamasa ham, mana shuni olamiz deydigan odam bu qaror qabul qiluvchi odam. Men ko'pincha buni Pampers misolida tushuntiraman. Pampers misolida. Kelininglar menga aytadi. Adasi, Huggies Pampersini 6 dan olib keling, Elite Soft'dan bo'lsin deydi. Men korzinkaga bolalarni jo'nataman. Borlaring, Huggies Elite Soft 6 Pampers olib kellaring deyman. Bolalar qaytib keladi, Huggies Elite Soft 6 Pampers qolmabdi. Nima qilaylik deyshadi. Keyin aytaman, shu qolmayotgan ekan, hozircha boshqasini olib turingmi? Keyin uzun marketdan zakaz olib kelaverasan, desam, ha bo'pti degan qaror u aytadi. Yo'q, bo'pti emas. Butun shaharni bo'lsa ham qidirib topasizlar, desa bolalarga aytaman. Butun shaharni qidirib topar ekansizlar deyman. Bu yerda kim LPR, kim LVR? Yo, shaxsan menga Pampers qanaqaligini ahamiyati yo'q-da. U Huggies bo'ladimi, u Pampers bo'ladimi, diapers bo'ladimi, lalaku bo'ladimi, boshqa farqi yo'q. Hammasi bir xil ko'rinadi ko'zimga. Lekin kim tanlayapti? Ona. U qaror qabul qilyapti. Nimaga uni tanlayapti bilasizlarmi? Chunki randomda tug'ganida Huggies nulovkasini tekinga unga berishgan bir marta. O'shani ishlatganda hammasi norma bo'lganda keyin shunga yopishib qo'ygan. Sizni jadvalingiz 2 ga bo'lingan bo'ladi. Ya'ni konsultatsiya qism uchun bitta jadval bo'lsa, shuni o'zi ham 2 ta jadval bo'ladi. Nima uchun desa, LPR ligini bilsanglar unga boshqacha gapirasizlar. LVR ligini bilsanglar unga boshqacha gapirasizlar. LVR nima degani edi? Qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi odam. U qanaqa bo'lishi mumkin? Sizni xususiy maktabingizga, sizni учебный sentringizga men jiyanimni bermoqchi edim. Akam aytuvdilar, yaxshiroq joy topgin deb. Shunga qarab yurdim joylarni desa, u kim? U LVR. U qaror qabul qilmaydi. U 3 ta 4 ta joy ko'rib chiqadi. Bot bunaqa ekan, bot bunaqa ekan, bot bunaqa ekan, bot bunaqa ekan deydi.
keyin borib akasiga yoki xo'jayiniga aytadi. Xo'jayin deydi, "Men 4 ta maktabni ko'rib chiqdim, 4 ta uchinchi sentrni ko'rib chiqdim. Mana bunaqa ekan, men bunisi yaxshiroq deb o'ylayapman" deydi. Lekin mana shunga boradi deb aytmaydi. Endi Elverga nima qiziq desa, bolani o'sha maktabga bersa xo'jayini bu nimada yutish kerak? Elver sog'liqda yutish kerakmi? Munosabatda yutish kerak. Uni xo'jayini oradan 1 yil o'tib, 2 yil o'tib, "Malades shogird, sen zo'r joy taklif qilgan ekansan, mana zo'r bo'ldi" degan gap kerak 1 yildan keyin, 2 yildan keyin. U bolani xo'jayiniga mana shu maktab yaxshi deyishyapti deganda pul ham umid qilmayapti o'sha voqeadan. Sog'liq ham umid qilmayapti, munosabat umid qilyapti. Demak, Elverga gapirayotganda birinchi usha oladigan narsalar nima ekan? Agar akangizni bolalar shu yerda o'qisa, mana bu rezultatga erishib turib, bilasizmi sizni qanaqa maqtaydilar hali 2 yildan keyin degan gap zo'r ta'sir qiladi. Sizdan so'rashyapti. Jiyarimga yaxshi qizlar yo'qmi deyishyapti. Siz qaraysiz, u qiz bor, bu qiz bor, bu qiz bor. Siz tavsiya qilishingiz kerak. Oradan 1-2 yil o'tgandan keyin, "Voy, yaxshi ham shu qizni taklif qilgan ekansan, qanday yaxshi kelin bo'ldi" degan gapni xohlaganingiz uchun o'sha qizni taklif qilasiz. Yoki kim qiz taklif qilsam, meniki o'tib ketib qolsa, boshqani qilas, menga boshqa sarf qilishadi deb siz taklif qilasiz. Yo'q, birinchi o'ylaydiganingiz, "Yaxshi ham shu qizni taklif qilgan ekansan" degan gapni eshitishni o'ylaysizlar-da. Qaysidir 2 yildan keyin yomon voqea bo'lib ketishini bilgan, ko'zingizga yetgan qizni tavsiya qilmaysizlar. Deysizlar. Deb ko'zingizga yetganini ko'ringlar deb tavsiya qilasizlar. Demak, Elverga qiziq narsa bu munosabat. Endi har doim unaqa bo'lmaydi. Bir xil qattiqchilik bo'ladi. O'tda katta bizneslarda o'tda pulga qaraydi. Biz bilan ishlasa, bu ishxona sizga unchadan chiqarib beramiz desa, deydi, "Bo'l chiqarib berar ekan" deb ishlayveradi. Lekin odatda B2C'da 99% ular munosabatda mamnundan yutadi, munosabatda mamnundan yutqizadi. Shu narsani aytish kerak. O'zi yutqizish munosabatda ham, pulda ham, sog'liqda ham edi. Endi yutishni o'zi ham 2 ga bo'linar ekan-da. Nimaga bo'linar ekan? Logika va emotsiya. Nimaga ham logika, ham emotsiya aytishimiz kerak? Bittasi aytsak bo'lavermaydi. Mana o'zi formulasi qanaqa? Odamlar qachon sotib oladi? Qachon emotsional shunga tayyor bo'lsa. Emotsional tayyor bo'lsa, puli bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Qarzga olib bo'lsa ham to'laydi. Emotsional tayyor bo'lsa bo'ldi. Qachon emotsional tayyor bo'ladi, emotsiyasiga mos gaplarni gapirgan bo'lsangiz. Sog'liqda bunaqa qiynalmaydi bolangiz, mana bu grantni yutib oladi, zo'r bo'lib ketadi, bunaqa krukda katta bo'ladi, emotsional zo'r ta'sir qilsangiz, bo'lib sotaveradi. Puli yo'q bo'lsa ham, qarzga bo'lsa ham boshlayveradi. Xo'p, emotsional tayyor bo'lsa sotib olar ekan. Nima qilib biz logikani ham qo'shib gapiramiz? Nima kerak bizga? Desa, nima deb o'ylaysizlar nima kerak? Qaror qabul qilgandan keyin uni justify qilish kerak. Barakalla. Qilgan qarorim to'g'ri bo'lgan deb hammani oldida o'zini himoya qila olish uchun logikani ham qo'shib aytib qo'yishingiz shart. Chunki hissiyotini paydo qilib sotib oldirib berganingizdan keyin oradan yarim yil o'tib, 1 yil o'tib kimdir bo'lardi u maktab. Bekor beribsan bolangni, yaxshi emas undan ko'ra mana men bolam o'qiyotgan maktabda o'qit desa, logika bermagan odamingiz shartta bolani olib beraveradi. Logika bergan joyingiz, yo'q deydi, uni 7 ta sxemasi bor deydi. Hozir mana menga va'da bergan ikkinchi sxemada shu paytgacha chiqish kerak edi, bu 2 ga уже chiqib bo'ldi rostdan deydi. Yoki 3 ga chiqib bo'ldi, уже planidan oldindan ketdi. Men shu ketishda ketishman shunga erishaman. Sen maktabga qanaqaligini bilmayman, lekin bu qilib beryapti menga deydi. Bu тоже logika bor. Logika hozir kerak bo'lmaydi. Kelajakda sizni himoya qilish uchun, sizga advokat bo'lish uchun shunday bo'lish shart. Emotsiya bilan sotib olar ekan, logika bilan himoya qilar ekan. Kelajakda mijozani voronkada bunda buni 3 burchak bo'lib qolgan. 3 burchakni yana kengaytirish uchun mana shu logika o'sha paytda ta'sir qiladi. U paytda emotsiya ta'sir qilmaydi. Chunki emotsiyani odam o'zidan boshqa odamga yetkazib bera olmaydi, lekin logikani yetkazib bersa bo'ladi. Logikani ichiga nima kiradi? Mantiqqa ichiga nima kiradi desa, sifralar. Raqamlar, sifralar, rejalar shu bo'yicha ketayotganini o'lchash mumkin bo'lgan narsa.
Endi mana shu logikani ham, emotsiyani ham ikkita narsasi bor ekan oxirida. Nimasi bor ekan? Funksiya va foydasi. Masalan, bizni korreksion markaziga kelsangiz, farzandingizning sensorika nima edi? Sensorni integratsiyasini 1 yilda to'g'irlab beramiz desa, bu nima? Darsmi? Boshqatdan nimasini? Sensomotorikasini mana bizlar markamizda to'g'irlab beramiz deyishsa, bu nima ekan? Foydami, funksiyami? Funksiya. Sizdan boshqa hech kim tushunmaydigan gap, bu funksiya bo'ladi. Tushunyapsizlar? Sizlarning markazinglar biladi. Shu sohaning ichida 3 yil, 5 yildan beri bolasini berib yurganlar biladi. Lekin normal anaqa emas ular. Marvel qahramonlari emas, Avengers emas, oddiy smertniy odamlar bor-ku. Oddiy normal odamlar tushunmayaptimi? Siz demak funksiyaga biroz foyda emas. Endi buni foydaga qanaqa o'girsa bo'lardi desa, o'sha nima sensomotorikani o'rgansa, bolada nima o'zgarish bo'ladi? Nima holatdan nima holatga chiqib qoladi? Shu narsa, ko'rish diqqati ortishi sababli mashg'ulotlarga yaxshi kirib kelgani uchun 15 yoshdagi bola 7 yoshli bola bilan bir xil fikrlab qolishi mumkin bo'lgan oqibatni yo'qotib, 15 yoshli bola kerak bo'lsa 16 yoshli bola bilan bir xil fikrlashga olib chiqa olamiz demoqchisiz, to'g'rimi? Mana bu foyda. Tushunyapsizlar? Hozir kimdir kelib turib sizga shu sensomotorikani yaxshilab beramiz desa, yaxshi, zo'r motorist bo'lsa kerak, o'ylaysiz, sensor telefon sensorini tuzatadi, motor tuzatadi. Mijozlarga nima qiziq desa, foyda qiziq, funksiya emas. Endi siz markazingizda bo'lishi mumkin. Biz koreys tilidan topik 6 ga olib chiqamiz deyotgan bo'lishingiz mumkin. Koreys tilidan yoki nemis nima edi sizlar o'rgandinglar? O'sha taylislarmi? Vot, nemis tilidan C darajaga olib chiqamiz deyotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, C darajaga olib chiqamiz desangiz, ular yaxshi, C ekan deyishadi. Nima u C? Bosh uchun bo'lmaydi. Tashqaridagilar bilmaydi bu narsani. Sizlar shunaqa deyotgan bo'lishingiz mumkin. Bizni maktab klubniy maktab deyotgan bo'lishingiz mumkin. Klubniy maktab degani funksiya. Icho, klubniy maktab bo'lsa nima yutadi? Orqasini yetishingiz kerak. Ana prikolda chiqib ketgan, IELTSdan 5 olib kelgan bolani tushunmaydi Toshkentdan misol. Bitta duo qilib qo'ying desa, IELTSdan 5 olib kelgan, 5 kichkina. IELTSdan 5 olib kelgan deydi. Yo'q, IELTSdan 5 olib kelish kerak emas, 9 olib kelish kerak. Bilmaydi. Funksiyani yaxshi tushunmaydi. Shuning uchun eshitganini tasavvur eski maktabdan ular betyapti. Xulosa, biz ingliz tili o'qitamiz. Yaxshi o'qitamiz. Bu tushunarsiz gaplarda. Siz aytishingiz kerak, masalan, Germaniyaga jo'natayotgan bo'lsangiz, Germaniyada bemalol dars qilib keta oladigan talaba qilib tayinlab bera olamiz. Germaniyada bemalol ilmiy ish qilib beradigan qilib beramiz. Germaniyada professor bo'lib ketadigan darajada bilim o'rgatamiz. Koreyada oyiga 3000 dollar oylik ola oladigan darajada koreys tilini o'rgatamiz. Bu foyda. Topik 5 o'rgatamiz, topik 5 gacha tayyorlaymiz, u funksiya. Topik 5 degani nima degani u? Tushunmaydi odamlar. Demak, siz aytayotganingizda mana shu logikada funksiyani aytish majburiy emas, lekin aytib turib foydasini aytsa, siz aqlli ekan deb o'ylashadi. Mana sensomotorikani o'rgatamiz, bu degani hozir 1,5 yoshli bola 7 oylikdagi fikrlayotgan bo'lsa, kelajakda 15 yoshli bola 7 yoshlikdagi fikrlab qolmasligi uchun trenirovka qildirib beramiz. O'sha 15 yoshli bola 16 yoshlikda fikrlashni boshlaydi desanglar, bu yerda boyaga ham funksiyani aytdik, ham foydani aytdik. Shunda, bular deydi, o'zini ishini bilar ekan, zo'r ekan, men bilinayotgan narsani bilar ekan deydi. Bu yerda bizga ishonch degan narsa galstka tutib yonadi. Bola sizga ishonish boshlaydi. Bu logikada ham xuddi shunaqa, emotsiyada ham xuddi shunaqa. Emotsiya beraman deb funksiyani aytib qo'yishadi. Shu funksiyani foydaga o'girish kerak.
Ya'ni bizni uchun sentrda o'qisa, bolangiz LVR ga ota-onasi pul to'lasa o'sha yerda o'qiysan desa, LPR bo'lsa, bolangiz 7+ IELTS oladi deyish mumkin-da. 7+ IELTS bu tushungan odamlar uchun foyda, lekin ota-ona bu narsani yaxshi tushunmasa foydasi, demak unga funksiya. Uni o'rniga nima deyish kerak edi desa, bolangizni $100,000 grant yuta oladigan darajada tayyorlab bera olamiz. Motivation letterlarini, maqolalarini, tezislarini $200,000 grant yutadigan darajada tayyorlab bera olamiz. Bu foyda. 7 IELTS bilan hop nima bo'ladi? 7 IELTS bor, hammaning IELTS bor, nima qildi? Ha, yaxshi. Demak, o'sha bitta funksiyadan ko'p foyda chiqarsa bo'ladi. 7 IELTS olib beramiz. Bu degani kamida $100,000 grant yuta oladigan darajaga olib chiqamiz deb qo'shib qo'ysanglar, foydasini zo'r tushunadi. Prosta 7 IELTS gacha tayyorlab beramiz. Desanglar, ota-onaga qiziqmas bu. Ha, 7 IELTS mi 7 IELTS. Mana zo'r narsa urmayapti. Chunki boyaga unga pul yoki munosabat yoki sog'liqqa bog'lanmayapti. Bog'lansagina qiziq bo'ladi. 7 IELTS olib beramiz dedinglar, sizga ishondi, lekin qiziqmas. Boshqalar ham 7 IELTS olib beramiz dedi, u qiziqmas. Xohlagan randomlik. Chunki bitta palchka bo'lishatga borasan deydi. Lekin 7 IELTS olib beramiz, bu degani bolangiz $100,000 grant yuta oladigan darajada tayyorlab beramiz desa, bu deydi boshqalar shu gap aytmayapti. Shunga bordim. O'zi 7 IELTS o'tda olsa ham, bu yerda olsa ham, bu yerda olsa ham baribir shu narsa olish mumkin. Portfoliosini to'g'ri esa, motivationlarni to'g'ri yozsa, o'sha IELTS bo'lsa, sog'lig'i bo'lsa, suhbatlar bo'lsa, o'shani baribir olish mumkin. Foydani yetmayotgancha mijoz ko'payadi. Yomon joyi mijozdan qiynalib ketadi. Bu yoqqa boradi, hamma dabdala ishlayapti, shuning uchun qayerdadir qoladi. Yaxshi ham hamma dabdala ishlayapti. Bo'lmasa yo'q ketadi ko'pchilik. Sizlar yo'q ketishlik mumkin edi. Biznesdan chiqib ketib qolishingiz mumkin edi. Hamma dabdala ishlayotgan paytda hozir sal to'g'ri ishlasangiz, yangi remont qilishingiz shart emas. Yangi marketingga, reklamaga pul tikishingiz shart emas. Prosta to'g'ri gapirishni boshlaganingizda o'zingizga so'zingiz 3 barobar ko'paytira olasiz. Sirrazi seziladi, sirrazi. Showroomga kelgandan oldin nechtasidan nechta sotilardi desam, 10 ta kelsam 3 ta sotilardi deyishdi-da. Menga so'radim, nechta odam keldi desam, 4 ta keldi. Nechta sotdingiz desam, 4 ta sotdik. Kyoto. Nimaga? To'g'ri gapirishyapti. To'g'ri gapirishni, demak, o'lchov birligini mana shu jadvaldan ushlab olasizlar. Shuni hammasini aytolmanmi, aytmayapmanmi deb qaraysizlar. Bu aslida hammaga ko'rsatiladigan jadval emas. Bu xunroq qilib aytganda, og'zaki etib, o'zimni zo'rligimni ko'rsatib, sizlarga bu jadvalni bermaslik kerak va sizlarga trenirovka qildirmaslik kerak jadvalni aslida. Nimaga desa, keyin har biringiz skriptni to'g'riligini tekshirtirasizlar. Menga masalan 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida har yili men klient bo'lasizlar, soatiga 200 hozirgi pulda. Soatiga 200 dan pul to'laysizlar. 20 ta yil, 3 yil davomida 2-3 martadan kelib qolsanglar ham $6-8 pul ishlay olaman. Aslida bu jadval sizlarga bermasam, ishlatishni o'rgatmasam. Va hozir bozorda birinchilardan bo'lib shu narsani beryapman. Ishlatishni o'rganib olinglar. Skriptdan birovga tekshirtirish shart bo'lmay qoladi. Navbat uni skriptini tekshirib qo'yasizlar. Shu narsani ishlatdi, shuni ishlatmadi, mana ishlatdi, mana ishlatmadi. Bu sotadigan jadval o'rtoqlar. Endi 10 hafta mana shu narsani to'g'rilash uchun dars rejangizni ham ustida ishlaymiz, taklifingizni ham ustida ishlaymiz, shunda ishlayveramiz. Birinchi vazifalardan biri sizlarga o'sha jadvalni pustoyidan berishgan. Shu pustoyini to'ldirib ko'rasizlar. Bu hozir emas, uyda. To'ldirib, sal o'ylab, boshlang'ich qadamni bosasizlar. Har hafta shu bo'yicha 5-10 minut darsdan oldin gaplashamiz. Sizlar mana shu ichida to'ldirgan gapinglarni aytasizlar, men uni bunaqa o'zgartiring yoki yaxshi yoki mana bunaqa deb aytib turamiz. To'g'rilab turamiz har hafta. Labbi. Nima edimi? Hozir ruchka olib yoningizga yozib qo'yamizmi? Bo'ldi. LPR qaror qabul qiluvchi odam. Лицо, принимающее решение. Вот Google ham LPR deb yozsangiz chiqib keladi. LPR лицо, принимающее решение, qaror qabul qiluvchi odam. LPR лицо, принимающее решение, qaror qabul qiluvchi odam. LPR лицо, влияющее решение, qaror qabul qilishga ta'sir o'tkazuvchi odam. Лицо, влияющее решение, qaror qabul qilishga ta'sir o'tkazuvchi odam.
Yoz oldinglar, LPR'da. Bu jadvalni o'zingiz uchun to'ldirib ko'rasizlar. Telefonda gaplashganda ofisga olib kelishim uchun birinchi shu telefondagi variantini to'ldiringlar. Hamma etapga to'ldirib tashlash shart emas. Faqat sharti u jadval, birinchi jadval konsultatsiyani sotsin. Mahsulotingizni emas, xizmatingizni emas. Maktabni sotmasin, kursni sotmasin, program darsni sotmasin. Konsultatsiyaga kelishni o'zini sababini sotsin. Mana shu 7 ta sxemani o'rganib olish uchun kela olasizmi ertaga yoki indinga? Ana shu gap bilan tugaydi, bo'ldi. Biz degan, to'g'ri. Biz degan jadval. Hozir bizga ishonsin, bizga xohlasangiz pulga, xohlasangiz sog'liqqa, xohlasangiz munosabatga. Shu narsani o'rgansam rohat bo'ladi, mana o'rganmasam bunaqa azob bo'ladi. Ya'ni foyda, zarar bo'ladi. Logikaga, emotsiyaga ta'sir qiladigan gap. Funksiyasi, natijasi. Kuchingiz yetgancha to'ldirasizlar, trenirovka bo'ladi. Keyingi hafta u kelib o'qiverasizlar, biz to'g'rilab ketaveramiz. 10 haftada oxirigacha to'g'rilab olsanglar, sizlardan umr bo'yi ishlashingiz mumkin bo'lgan sxema paydo bo'ladi. Любой yangi funksiya qo'shsangiz ham shunday qo'shib ketaverasizlar bo'ldi. Xo'p. Endi dars boshlaymiz. Ha, buni yetmadimi? Bo'ldi. Nimaga aynan hozir sotib olish kerak? Biz Akfada nima qildik? Uchinchi sentrchilan kursi, men Akfa gapiryapsam, bo'lgan voqealarni aytaman-da. Svejiylar. Keldi mijozlar showroomga 10 tadan 2 ta, 3 ta sotib olardi. Nimaga unaqa bo'lardi desa, mahsulot zo'rligiga ishondi, pul zo'rligiga ishondi, lekin xos sotib olish kerakligiga ishonmasdi. Keyin 4 ta sotib olish boshladi. Nima gap qo'shildi? Ular nima deyish boshladi? Ko'zim oldida ham bo'ldi shu voqea. Bo'ldi, yaxshi, men bo'lmasam bir ko'raylik, maslahatlashaylik deb ketayotdi. Ro'p, sotuv bo'lim boshlig'i to'xtang aka dedi. To'xtang dedi. Sizni boshqa shunaqa plastik alyuminiy romlaringiz bormi dedi. Uyda. Ha, 4 yil oldin, 5 yil oldin qo'yganim bor dedi. Osilib qolgan, yopilishi qiyin bo'layotgan, havo o'tkazayotgan joylari bormi, rezinkalar chiqib ketgan? Ha dedi. Hozir kelish o'qisak, biz o'sha romlaringizni hammasini texnik servis qilib beramiz. O'sha rezinkalarni to'g'rilab beramiz, moylab beramiz, o'shkasini to'g'rilab beramiz, osilib qolganini qilib beramiz. Hammasini bepulga hozir borib qilib beramiz. Nima deysiz dedi? Hech, kakras dedi. Bo'ldi dedi. O'sha kuni 70% to'lovni tashlab ketdi. U yonida pul ko'tarib kelgan edi. Olib ketayotgan ekan. Ya'ni hozir kelish o'qisak, mana shu narsani sizga beraman dedi. Mana bunaqa demayapti. Hozir qilsak sizga 50% chegirma demayapti. Chegirma bu eng dangasalari gap. Qo'shimcha narsa o'ylab topa olmasangiz, keyin chegirma bersangiz bo'ladi. Lekin avval qo'shimcha narsa bering. Nimaga bilasizlarmi? Chegirma arzonchi klientlarni chaqirib oladi o'ziga. Bozorda qaysidir 50-60% mijozlar bu arzonchi mijozlar va ular bilan ishlaydigan bo'lsangiz uzoqqa bormaysiz. Pulingiz yetmaydi. Biznesda doim pul yetishmovchilik bo'ladi. Endi bozordagi qaysidir 40%, 30% mijoz pul berishga tayyor. Siz bonus beraman deb ishlasangiz, 10 tadan 6 tasi ketish normal holat. Kelmasligi ham normal holat. Lekin kelganini 90% pul to'lab ketadi. Ko'p ishlamaysiz, kam mehnat qilasiz, kam odam bilan ishlaysiz, pul topasiz. Lekin ana boyaga ko'p odam bilan ham ishlab turib, o'sha pul bir xil summadagi pul topishingiz mumkin. Chunki ular kamdan pul beradi. Qimmatroq olmaydi, arzonroq oladi. Xizmatingizni qimmat to'lamaydi, arzon to'laydi. 20 so'raveradi. 2 oy to'lab turib, 3-chi oy bari yana to'laydi. Qiynalib ketasiz. Tavsiya berdimmi u? To есть arzonchilar bilan o'zi ishlaydiganlar bozorda ko'p-da. Aynan sizlar arzonchilarga qo'shilib qolishinglarni tavsiya bermayman. Sizlar qo'rqmasdan pulni katta-katta baqvat qo'yavering. Demak, hozir olish uchun nima qilar ekanmiz desa, hozir olsa nimadir berar ekanmiz. Bonus. Bu moddiy bo'lishi mumkin, ma'naviy bo'lishi mumkin. Hozir olsa mana mukofotga erishish mumkin, hozir olmasam azobga erishish mumkin, shuni aytish kerak. Shunda bo'pti, hozir olaman deydi.
Yaxshi. Demak, bugun ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan instrumentlar to'liq 12 bosqichi, Eisenhower matritsasi, vaqt jadvali, Gantt to'g'ri struktura, biznes jarayon, SSP. Bu jadvalni oldin ko'rganlar bor. Bu juda bir faylasufona jadvallardan biri. Odamlar charchab qoladi-da. Charchab qolish uchun 12 ta mana shu bosqichdan o'tadi. Birinchi bosqich. Men ishxonamni savdosini oshiraman deb yuqori maqsad qo'yadi. Оборотni palonchaga yetkazaman, menimcha kengayaman, unaqa filial ochaman deyshadi. Keyin yuqori maqsad bo'lgani uchun ko'proq ishlashni boshlashadi. Odatiy 8 soat ishlamaydi, 10 soat ishlaydi, 12 soat ishlaydi. Kerak bo'lsa ishchilarni ham shunaqa ishlashini xohlaydi. Keyin u qanaqadir ehtiyojlarni e'tiborsiz qoldirishga olib keladi. Obedni vaqtida qilmaydi, ujinni vaqtida qilmaydi, vaqtida uxlamaydi, vaqtida o'sha trenirovkasi bilan shug'ullanmaydi. Keyin buni oqibatida qanaqadir ziddiyatlar paydo bo'ladi. Ayniqsa erkaklarda qorni ochib turgan bo'ladi. O'sha obed soat misol uchun 1:30 da qilish kerak bo'lsa, 3 gacha ham qilmagan bo'ladi. Ishchisi kelib nimadir deb qolsa, urishib beradi. Urishli vaziyat emasda o'zi aslida. Urishib beradi. Nimaga? Prosta qorni ochdi uni. Yoki uyquga to'ymagan. Keyin u dalcha faqatgina ish uchun vaqt ajratishni boshlayveradi, chunki asabi chatoqlashib qoldi. Hammamiz yomon ko'rinadi, hammamiz rejadan orqada qolib ketayotgandek. Xuddi bu ishxona undan boshqa hech kimga kerak emasdek ishlashni boshlaydi. Bu esa shaxsiy muammolarni keltirib chiqadi, uyga kamroq vaqt ajratadi, bolasi, oyisi, adasi uyga ham kelib tur deydi. Anta o'rtoqlari choyxonaga qo'shilmay qoldi, u deydi, bu deydi. Bu esa menga hadeb gapiravermaylar deydi. Ishlolmayku deydi. Menga tingmaylar, uzoqroq yuringlar deb beodoblik qilishga boshlaydi. O'tib kelsam, mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa bo'ldi. Boz xasiyatlar. Keyin uni xulq-atvori o'zgarganligini atrofdagilar ko'rish boshlaydi. U o'zgarib qoldi deydi. U biznes yurg'izib yo kibrlanib ketdi, yo ishchi chekirib ketdi, jahldor bo'lib qoldi, puli ko'payib qoldi. Mana shu gaplarni aytish boshlashadi. Uzoqroq aytsa-ku mayli, lekin sizni yaqinlaringiz shu narsani aytsa, xodimlaringiz, siz asabiy bo'lib qolganingizdan ishdan ketish boshlasa, partnyorlaringiz, uyingizdagilar shu gapni gaplashsa, nima bo'ladi? Maqsadingiz chalkashib ketadi. To'xtanglar, o'zi nima bunaqa qotdi? O'sha uydagilar yaxshi bo'lsin deb qilyaptimi? Uydagilarni mana hajga jo'nataman deb mashina olib beraman deb uy remont qilib beraman deb xodimlarga yaxshi oylik qilib beraman deb mashina olib beraman deb mana shu uchun yaxshi harakat qilyaptim-ku deb maqsaddan chalkashib ketib qoladi. Shunaqa bo'ladiki, hech kim uni tushunmayotgan deb tuyuladi. Bir o'zi qolib ketgan deb tuyuladi bu jangda. Bo'sh bo'lib qoladi, ichki bo'shliqlik paydo bo'ladi. Motivatsiya yo'q, hech narsa qilishni xohlamaydi, ana so'lib qoladi. Bu depressiyaga olib keladi. Mana shu rulga o'tirib olsa, haydaydiganlar haydab ketaveradi, hech narsani o'ylamasdan. Uzoqroqga ketsam-da, shu ishxonadan ketsam-da, uzoqroqqa ketsam-da, hech kim menga telefon qilmasa-da, o'chirib qo'yish xohlaydi telefon. Hech kim telefonni ko'tarish xohlamaydi. Va shu tarki dunyoga borgisi keladi. Nima qilsam qutulsam mana shu narsalardan. Bu uni keyin ruhiy va jismoniy o'zgarishlarga olib keladi. Ruhiy va asabiy boshqa charchoq bo'lsa, jismoniy u xasta bo'lish boshlaydi, kasal bo'lish boshlaydi. Mashtlari og'rish boshlaydi, yelkalari urishish boshlaydi, boshi og'rish boshlaydi, uyquga to'ymay qoladi. Bu nimaga olib keladi bilasizlar? Bo'yinda tomir bo'ladi. Shu tomir uch kenglik bo'ladi, shu qisqarib ketish boshlaydi. Qisqarib ketsa, o'sha hushda ketish boshlaydi. Dup tashlashni boshlaydi. Shunda ertalab chiqadi, yuzini yuvmoqchi bo'ladi, vannaga kiradi, endi yuzini yuvayotganda bir narsa shing qiladi. Nima shing'illayapti ekan deb tushunmaydi. E'tibor bersa hamma qip-qizil bo'lib qoladi. Nima u qip-qizil desa, bosh chelikning ichida yotgan bo'ladi, qizil chelikning ichida. Deb unda ko'taradi. Bilsa, u 5 minutdan oldin hushdan ketgan bo'ladi. Boshi ham og'riyapti, g'urri bo'lgan. Chunki tushayotgandan vannaning chetiga urilgan, doq deb tushgan.
Keyin doktorga borsa aytadi. Sanda deydi, tomirlaringda trombi paydo bo'lyapti deydi. Yaxshi yemayapsan, yaxshi ichmayapsan, yoqtida uxlamayapsan, asabiy bo'lib qolibsan. Mana shu tomiring uchi kengligi 1,5 bo'lib qolibdi deydi. Ya'ni 5-6 ta shu kechda ketsa, mana bu qisiladi oxirigacha. Mana shu chap miyangga qon o'tmaydi, qon quyiladi, insult bo'lsa o'ng tomoni ishlamaydi deydi. Keyin qo'rqib ketib, bolnisaga o'tadi. 6 oy davolanadi. Keyin 2 yil uyda o'tiradi. Joyimga kelib olinglar, deb ingliz tilida dars o'tadi. Ve karantindan keyin avlod 21 degan joyga ochadi. Kimni voqeasi aytib beraman bilasizlarmi? O'zim shundan o'tganman. Keyin tushunib olganman. Bunaqa yashash shart emas ekan-ku. Hozir 5 yildan beri normal. Demak, tizimni o'zini birinchi eslab olaylik. Tizim nima degani edi? Sistema. Sistema nima degani edi? Bitta bu programma, to'g'rimi? Yo'q. Programma emas. Programma raqamlashtirish, nima bitta raqamlashtirish bo'lish kerak. Qolib ketibdi. Shu uy deb hisoblasak, uyi bir bo'lak. Uyi tomi, uyi shifti, uyi akoshkasi bo'lishi mumkin. Lekin uyi tomi degani bu uy degani emas. Programma degani bu tom uy emas, tizim emas. Tizimning lekin bir bo'lak. Tizim nimadan tashkil topadi desa, birinchi bo'lib ishxonaning maqsadlarini aniqlashtirib oladi. Shu maqsadga erishish uchun rejalar tuziladi. Moliya, marketing, sotuv boshqaruv o'quv bo'limlari bo'yicha reja tuziladi. Endi uni standartlari quriladi. Mana mehmon kelyapti desam standart yozilganda, svetlarni yoqasan, konditsionerni yoqasan, eshiklarni ochasan, hamma tartibli bo'lishi kerak, usul serli turgan bo'lishi kerak emas, paklashkada turgan bo'lishi kerak emas, monitorlar yoqib turgan bo'lishi kerak. Degan standart bor. Shu bo'yicha trenirovka qilishgan. Trenirovka esa biznes proses paytida bo'ladi. Biznes jarayonida trenirovka qilishadi. Keyin uni onlayn qilib bo'lgandan keyin mana tayyor deb отчет jo'natadi. Fit qilib. Men o'sha kuni отчетni ko'rdimda, xonada tayyor, notebook rasmlarini jo'natishdi xonam. Keyin uni qaysidir programmachilik qilib, hammasini birlashtirsangiz, bu tizim deyiladi. Programma o'rnatsa, xonada svetni yoqib, uni to'g'irlash kerakligini trenirovka qildirmaydi programma. Faqat o'sha bo'lgan narsani ko'rsatib beradi xolos. Yoki eslatib turadi xolos. Tizim u trenirovkalari bilan qamrab oladi ichiga. Necha marta trenirovka qilish kerakligi bilan qamrab oladi. Va biz mana shu 10 hafta faqat tizim haqida gaplashamiz. Mana shu etaplarning hammasi haqida gaplashamiz. Moliya, marketing, sotuv boshqaruv. Agar mashina bu biznes bo'lsa, mashinaning oldidagi motori bu boshqaruv. Mana bu 4 ta bo'limi bu uni har bir bo'limlari. Endi sizlarga savol. Biznesinglar zo'r yurib ketishi uchun qaysi bo'lim uncha zo'r ishlamasa ham bo'laverar ekan? Masalan, moliya uncha shart emas-ku, mana o'quv, sotuv, marketing bo'lsa zo'r bo'ladi-ku. Bitta balonni olib tashlasak, qaysi balonni olib tashlasak bo'ladi poygaga tushish uchun? Hammasi muhim. Hech qaysini olib tashlay olmaymiz. Siz biznesingizni yurg'izyapsizmi? Qaysidir bo'limga e'tibor qaratmasangiz, biznesingiz bankrotga uchraydi. Zo'r produktingiz bo'lsa ham, zo'r sotsangiz ham, marketingingiz zo'r bo'lsa ham, lekin moliyaga yaxshi qaramasangiz, cash flowda kasbiy razvitga uchraysizda, 1 marta, 2 marta, 5 marta, 10 marta oyliklarni vaqtida bermay, xodimlaringiz ketib qoladi. Pulingiz zo'r, cheksiz. Bu klientlar shunaqa bo'lgan. Pul simidan taqarat qurib tikyot. Ochilganiga 5 oy bo'lgan, marketingga 50 ming dollar sarflashibdi. Naqd deylik desam, har oy 5 mingdan sarfladik, yana 5 ming dollarga ochilish marosimi qildik. Hop, nechta o'quvchilar bor? 20 ta o'quvchimiz bor. 20 ta o'quvchi 50 ming dollar bo'lamiz. Bitta o'quvchi 2,5 ming dollardan tushganmiz sizlarga. Boysizlar desam, o'shaday boymiz. Dedim, bunaqa ishlamaymiz dedim. Qanaqa ishlaymiz? Marketingga 5 ming berayotgan ekansizlar, 5 ming bermaylar dedim. Qancha beringlar? 1000 beringlar dedim. Qancha to'p payt bunaqa dedim, 2000 beringlar dedim. Menga meni zapasda turadi dedim. Qila olasizmi deydi. Qilib ko'raman dedim. Instagramda 2000 ta podpischik bor, 20 ta mijoz bor. Vaji kerak emas unaqa 5000 dedim. Ishlar to'g'riladik, o'sha men bilan 80 ming ta podpischikka chiqib ketdik, 500 ming oborotga chiqib ketdik. Ya'ni pulingiz ko'p, tikaverasiz. Lekin mana bitta marketingingiz, sotuvingiz yoki o'quvingiz yaxshi bo'lmasa, u ketaveradi. Chorni dira kirib ketaveradi.
Hamma bo'limi baravar bir xil yaxshi ishlash kerak. 4 ta baloningiz bor, lekin boshqaruvda o'zingiz yaxshi tayyorlanmagansiz. Nima bo'ladi? Xodimlaringiz yurmaydi oldinga. Xodimlaringiz zo'r bo'lsa ham, siz o'zingiz boshqaruvda yaxshi tayyorlanmagan bo'lganingiz uchun xodimlaringiz oldinga yurmaydi, olg'a bosmaydi. Chunki motor ularni yurg'izadi. Balon yurg'izmaydi motorni. Motor balonlarni yurg'izadi. Xodimlarni rahbar tortib ketadi, rahbarni xodimlar tortib ketadi emas. O'zbekistonda shunaqa. Может, siz Amerikada yashasangiz, Koreyada yashasangiz, balki boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonda rahbar tortib yurishga majbur. Men ko'p aytaman, farrosh aytdim-ku, aytmerdimmi? Koreyada farrosh tozalash kerak bo'yicha ish bor-da. Bu ajoyib ekan-da. Har kuni ana shu devorning chetlari bilan ko'pirtirib, cho'tkada yuvib chiqadi. Har kuni hech kim tekshirmaydi, butun etaj yuvib chiqadi. Buni ko'pirtirib yuvib chiqqan burchaklari bilan, kecha ham yuvib chiqqan burchaklari bilan degani o'rtani yuvmayapti degani emas. U o'rtani yuvib bo'lib, devorlarni yuvib bo'lib, burchagini ham yuvadi har kuni. Lekin qiziq joyi kamera yo'q, uni tekshiradi degani. Tekshiruvchi kelmayapti ham. Qancha o'sha yerda necha oy yashagan bo'lsa, shuncha oy tekshiraman uni. Men aytdim, u qanaqa u? Anaqami u? Shizofrenik, u tozalayveradi. Nima unaqa? Yo'q, boshqalar ham shunaqa ekan. Bizda unaqa emas-ku, tozalatsa hop deb polar chiqadi-yu. Yo'q, bu unaqa emas. Ya'ni bizda siz hamma narsani bilib, hamma narsani tortib oldinga yurg'izsangizgina jamoa oldinga yuradi. Lekin hamma narsani tortmasangiz, siz kuchsiz tomoningiz bo'lib qolib ketaveradi. Bu yoqda xodimlarni o'zini tortib ketirish mumkin ekan. Bunaqaligini men o'zim borib bildim. Ungacha bunaqa bo'lmasa kerak deb o'yladim. Borib bildim shuni. Balki men yashagan joydagina shunaqadir, bilmadim. O'sha shaharda shunaqadir, lekin o'sha shaharda ham ko'pchilik shunaqa ekan. Demak, o'quv markazingizni yengillash davri o'rtacha 1 yil. 1 yilgacha qiynalishga tayyor turing. Nimaga tayyor turing desa, birinchidan instrumentlarni yasashga ko'p vaqtingiz, kuchingiz, bilimingiz ketadi. Ikkinchidan, uni joriy qilayotganda ko'p qarshiliklarga uchrash. Agar qarshiliklarga uchraganda to'g'ri ular bilan munosabat qilmasangiz, komandangizdan ayrilib qolishingiz ham mumkin. O'zim ham shu noto'g'ri komanda bilan ishlayotgan bo'lishingiz ham mumkin, lekin to'g'ri komanda bilan ishlab turib ham ayrilib qolishingiz mumkin. Uning uchun ularga to'g'ri yetkazib berish kerak. To'g'ri predpodnestik qilib berish kerak. Shu to'g'ri yetkazib berish bo'yicha ham sizlar bilan gaplashib ketaveradi. Ana endi chelak masalasiga qaytamiz. Qizil chelak. Qizil chelakga bir tushdim. Qaytib tushmaslik uchun nima qilish kerak dedik? Ana bu Pareto qoidasini eshitganmisizlar? Qanaqa edi qoida? 20% ish qil, 80% senga kuch beradi. Bo'ldi, zo'r. O'sha 80% natijaga erishish uchun qaysi ishlarni qilishingiz kerak? O'sha o'rgatganmi Pareto akamiz? Shu o'rgatmaganda, prosta 20% qildik. Qaysi o'sha 20%? Ana endi Eisenhower matritsasini birlashtirsangiz, Pareto endi ishlash boshlaydi. Qanaqa bo'ladi Eisenhower matritsasi? Necha qismga bo'linar ekan? 4 taga. Nima bo'lar ekan? Hozir bajarish muhim. Va uni siz qilishingiz shart, sizdan boshqa odam qila olmaydi. Masalan, bugun uxlash kerak. Siz uchun sizdan boshqa odam uxlab bera oladimi? Yo'q, demak, uxlashni siz qilishingiz shart, siz uxlashingiz shart. Ishchi qilishim kerak edi, bugun uxlamasdan kechqurundan chiqishingiz kerak emas unaqasi. Uxlang. Ovqat yeyish kerak, obed yeyish kerak. Siz uchun kimdir obed yeb bera oladimi? Yo'q, siz obed yeyishingiz shart. Yonib turgan ishingiz bo'lsa, obed yeyishingiz shart. Bilim o'rganish kerak komandani boshqarish uchun. Siz uchun bilim o'rganib beradimi kimdir? Yo'q, siz o'rganishingiz shart. Lekin xonani chiroqlarini yoqish, konditsionerlarni yoqish, buzilgan stulni to'g'irlash, printerga kraska olib kelish, ustida chaqirish, o'qituvchi yollash, bu ishlarni sizdan boshqa odam qila oladimi? Dunyoda qila oladi. Demak, buni nima qilar ekanmiz? Topshirish degan ro'yxatga qo'yar ekanmiz. Qaysidir ishlar bor, sizdan boshqa odam qila olmaydi. Masalan, siz hozir koreys tili bo'yicha Koreyaga jo'nalish bilan shug'ullanasiz, lekin kelajakda Avstraliyaga jo'nalish bilan shug'ullanmoqchisiz. Va shuni sizning biznesingizda, siz ichingizda sizdan boshqa odam hozir qila olmaydi, bilsa kulchini oladi. Unda keyinroq yozib qo'yasiz. Hozir bunga vaqt sarflash shart emas. Mana bundan qorningiz to'yg'ishdan, uyqungiz to'yishdan, shu o'zingiz bilim olishdan ortsa vaqtingiz, keyin bilan shug'ullanasiz.
Men aytmayapman, xodimlarni urishdan, oylik berishdan ortsa demayapman. Uni boshqalar ham qilsa bo'laveradi, aytib qo'y. Dunyodagi eng muhim odam siz uchun bu sizsiz, esingizdan chiqarmang. Va siz uchun eng muhim narsa uxlash, ovqat yeyish, bilim o'rganish. Yaxshi lider bo'lsa, uni paradit qilmaslik uchun 1-2 marta mayli uxlamasdan keyin ertasi uxlasangiz bo'ladi. Boyagi chelakning ichiga tushib qolish bor-ku, mana bu topshir degan narsalarni o'zim ham qilib yurganim uchun vaqtim yetmaganda ovqat yeyishga uxlashga. Endi men kasal bo'lib qolib, больницаga tushib qolganimdan keyin borib birodar hech qasini qila olmay qoldim. Prosta yotdim. Prosta hamma narsa tugadi. Hamma narsa to'xtadi. Больницadaman, masalan, uyimdagilar bilan gaplashmayapman, ishxonamdagilar bilan gaplashmayapman. O'sha payt talaba edim men. Diplomatiyada 5-kurs edim. O'qishga ham bormayapman. Ya'ni men kasal bo'lib qolsam, men uchun hamma narsa tugashini o'shanda tushunib yetdim. Prosta kasal bo'lib больницаga yotdim, men uchun hamma narsa tugadi. Inson to'xtab qoldi, uyga ham bormayapman, ishga ham bormayapman, pul ham kelmayapti. Hamma narsa absolyutni to'xtadi. Demak, men tushunib qoldimki, ha, shu narsa to'xtab qolsa, demak hayotimdagi eng muhim narsa shu ekan o'zi menda. Oldin birinchi shunga vaqt ajratar ekanman. Bundan ortsa, uyquga to'ysam, keyin kelar ekanman. Va shu sxemani ishlatishni boshladim. Endi bu sxemani ishlatayotganingizda bitta narsaga rozi bo'lishingiz kerak. Sizdan ko'proq pul ketadi. Chunki kartrij zapravkasini, kraskasini almashtirishni o'zingiz qila olardingiz, ustani chaqira olardingiz. Endi uni o'rniga kimgadir buyurasiz, shu narsani qiladi. Shuni qilgani uchun endi 3 million so'm oylik oladi. 3 million so'mdan ketishga rozi bo'lishingiz kerak. Agar u ishni ko'proq bo'lsa, ko'proqdan voz kechasiz. Shunda oldin sizdagi balans bunaqa bo'lgan bo'ladi. Mana ish bo'ladi. Ishingizdan ortsangiz, abed qilgansiz, uxlagansiz, bilim o'rgangansiz va hokazo, hokazo. Qarindoshlaringizni ko'rgansiz. Keyin balans bunaqasiga o'zgaradi. Hayotiy zaruriyatlardan vaqtingiz ortsa, keyin ishlaysiz. Farqi ishxonangizga kim kelishi. Rostdan. Dunyoni suv bossa o'rdakka neg'am deydi-ku. Vashsha farqi yo'q qoladi sizga. Kim ursin? Mendan so'ramagan, Aqroqo'cha ertaga ofisda bo'lasan, boravering demagan hech kim. O'zi yetmasdan kelyapti ertalabdan. Kim ursin? Qanday kelgan bo'lsa, shunda aylanib chiqib ketaveradi. Ko'p mana shu gaplarim lekin boshimga yemasa bo'ldi. Tarilib ketibsan. Men endi kimdir kelsa deyapman, kimdir, mijozmi, kimdir deyapman. Xo'p. Endi bu narsani to'g'ri joyga qo'yib olish uchun va Eisenhower matritsasida, birinchi Eisenhower matritsasini tuzishni o'rganib oling. 1 oy davomida sizni qiladigan ishlaringiz bor. Shu 1 oy davomida qiladigan ishlaringizni ro'yxatini yozasiz birinchi bo'lib. U 3 ta kategoriyaga bo'linadi. Birinchi bo'lib biznes bo'yicha ishlar, ya'ni pul topishga aloqador nima ishlar qilsangiz hammasini ro'yxatini yozasiz. Ikkinchisi oilaviy ishlar. Ovqat pishirish, uy tozalash, bola-chaga qarash, jiyanga qarash, u qilish bir narsa. O'shalarni ro'yxatini yozasiz. Uchinchisi lichniy ishlar. Uxlash, ovqat yeyish, kitob o'qish, choyxonaga borish, nimadirlar. Kursga borish, uchalasini yozasiz. Nima ish yozsangiz ham shu 3 tadan bittaga tushadi har bir. Endi shu bu yerda 50 ta, bu yerda 50 ta, bu yerda 50 ta ish bo'lsa, 150 ta ish bo'lsa yoki 300 ta ish bo'lsa, shu 300 ta ishni bu yoqqa taqsimlab chiqasiz. Qaysi birini mendan boshqa odam qila olmaydi? Mana shu qo'yasiz. Butun dunyoda pulini bersa ham qila olmaydi, pul vit bo'lsa ham. Bu yoqqa yozasiz. Pulingiz vit bo'lsa ham siz uchun hech kim uxlab bera olmaydi. Qaysi birini pulni bersam qilib bera oladi, bu yoqqa qo'yasiz. Qaysi birini hozir qilishim shart emas, keyin qilsam ham bo'laveradi. Bu yoqqa qo'yasiz. Qaysi birini vasha qilishim shart emas, olib tashlaysiz. Va bu davrga qarab o'zgarib turadi. Masalan, men abituriyentlik paytim sinfdoshlar uylansa, pul yig'ardik.
To есть yig'ardik emas, yig'ishardi. Men bermasdim. Bilasizlarmi nimaga? Abituriyentlik paytim pul yig'ish kerak bo'lsa, 50 dollar pul berish kerak bo'lsa, u 50 dollar hozirgi meni bir oylik 50 dollar bir 1,5-2 dollarga to'g'ri keladi-da. O'sha payt 50 dollar berganim, hozirimni 1,5-2 dollarga to'g'ri keladi. Ha, chunki oyda u paytda masalan 200 dollar pul topardim-da, topgan pulimni 4dan birini to'yga qilib yig'ib berishim kerak edi. Hozir topgan pulimni 4dan biri shu 2000 ga to'g'ri kelib qoladi. Va bu narsani men oldindan tushunganman. Men bilaman, hozir 19 yoshman. Men kamida 25-26 da uylanaman. Hali 6-7 yilda pulim ko'p bo'lib ketadi. O'sha pulim ko'p bo'lib ketgan paytda bulardan ataga 50 dollardan keladi menga. Yo menga nevigidni hozir 50 dollardan berish. Deb pul berish degan narsani o'chirib tashlaganman. Hech qaysi sinfdoshim, kursdoshim hech kimga to'yinida pul bermaganman. Meni qo'shmaydi spiskaga, men bermayman. Yordam, xizmat kerak bo'lsa aytinglar, xizmat qilib beraman, lekin naqd pul bermayman. Menga bu nevigidni deb spiskadan o'chirib tashlaganman. Va haq bo'lib chiqdim. Rostdan. To'yim paytida ana qiladi. Kimlardir ota-onasi uylantirib qo'yadi. Biz uylantirib qo'yishmagan deymiz ham. Bunaqa deyishgan. Qachon uylanasan deyishgan. Bo'l, keyin uylanaman. Bo'pti. Remont tugatdi unda. Hop, uy remonti tugatganmi? Ana hamma narsaga pul yig'ganman. Bo'ldim, puling yig'ib bo'lding. Ha, ozgina yetmayapti-da. Bo'pti, keyin uylana bunda. Yo, mana shuni uylanaman. Ha, bo'pti, uylanib ol. Endi ba'zi o'g'il bolalarda bunaqa o'tadi o'sha payt. Ba'zilarda o'g'lim sizni bir uylantirib qo'ysak bo'lardi. Ha, mayli, nima desanglar shu. Ha, bo'ldi, gaplashib qo'ydim. Mana ba'zilarda bunaqa o'tadi-da. Menda bunaqa o'tmagan. O'sha payt men oldindan o'sha 50 dollar bermasdan turib, u 50 dollar repetitorga sarflab turib, chunki oylik repetitorlar 50 dollar bo'ladi. 50 dollar sarflab turib, o'sha paytda 3000 dollar topadigan bo'lganim menga katta effekt bergan. Chunki o'sha payt boyaga 50 dollar berib yurganlar oyiga 700 dollar topardi. Yo, men to'g'ri strategiya qilgan ekanman degan. Bu endi aynan shunaqa qilish kerak degan emas. Men hayotimda shu narsa to'g'ri bo'lib chiqqan va qaysidir ishlarni o'chirsangiz, kelajakda sizga foyda beradi. Bu endi anaqa emas, bu anaqa qilmayman. Men to'yini bermanglar deyotganim yo'q. Pulingizni yetdim, beraveringlar. Prosta men bu payt yetmagan. Yetmagan uchun bera olmayman. Mana hozir bo'lsa beraman. Imkoniyatga. Ko'rpaga qarab oyoq uzatish, xullas. Shu ko'rpaga qarab oyoq uzatganman. Ko'rpam yetmayaptimi? Bo'l spiskani o'chirib tashaverganman. Ko'rpam yetyaptimi? Qarab o'rtismi? Xo'p, o'rtoqlar, bo'l vaqt jadvaliga keyin o'tamiz. 10 ta kam bir bo'pti.